Intayin addi. Xirajatni sel tejayli dedim şu. Dadangdan qalgan turmuş pul turuqluq. Anitan yatıq qilishqa nimish qoldiramiz. Meningcha sen dafni dunyoni o'zingla besib olmoqchi. Mening qarzim bak ko'p, tog'a. Xirajatni sel tejalisak, qarzni tugatkili bo'ladi. Shunchalik qarzni qandoqmi tugatgulik? Man qara, sen nimish qil Yonsiyodan qarz olmaysan. U shuncha boy turib, sen qarz berib turmasmi? İşkınlar konağına, sen azırak qarz berib turgan yo'lmi bor? Leonsiya. Ne bo'ldi? Men nimishqa baldurroq o'ylamagandiman. Nimeni? Onundan qarz ilish nima? Nima qarz ilish? Anita onun bilan to'y qilsa, pul degan o'zlikida emasmi? Sen o ikisini nimish qilmaydi ekan? O ikisi chiqish olamı? Bunun hech aloqasi yo'q. Leonsiyo yoshli boytaq qoldi. Amini bir kuni o'ylanadi. Men nimandaq ahmoq. Nimishqimi baldurroq o'ylamagandiman. Qizingiz pianino chala olaydi ekan, siz bu gapni menga demagandingiz. Buni o o'z dedimi? Tatinib demidi-yu, lekin o'z oshkorlab qo'ydi. Shundoq. O pianinoni ko'rsa suyunib ketadi. Har bir chalsa, soatlab chaladi-da. Tezroq kechikib qoldik. Obdan bo'ldi, yana uyimizga qaytib keldik. Uyni qo'riqdan tutqunimizga pushaymon qilmaydigansiz. Siz bilan birga bo'lsamla, hech nimaga pushaymon qilmayman, Tayis. Kulbimiz qadam tashib qolganligingizga bak xursandmiz. Menmi bak xursand, efendi. Qizim Ervila ne ketib qoldi ekan, ha? Hech qisi yo'q. Havo bak issiq, sirtqa chiqib ketgan o'xshaydi. Men chiqib izlab baqay. Kulbimiz oddiy bo'lsa-mu, kelib turing, qarshalamiz. Rahmat. Kelib sizni yo'qlab turaman. Xo'sh. Siz bilan xo'shlashqili keldim. Satish bo'ldi janobi Alvaro. Uydan chiqib vaqtni unutib ketibdiman. O'ylaydiganingiz o'xshaydi. Shunga yolg'iz yurishni xohlasangiz kerak. Boshqacha o'ylab qolmang. Sizdan qasddan qochib yurganim yo'q. Fursat bo'lsa, ikkimiz yana ko'rishib, muzik she'riyat to'g'risida so'zlasak. Lekin mening vaqtim yo'q ishdikiman. Dadangiz bundoq demidi-ku. Dadam men charchab qolmasin deydi. Men kashtilgan dasturxonlarni pul qilsak, herhalde uyimizga sal yordam bo'ladi. Nima yordam? Sizlar bu yerdan ketmoqchimi? Baba senat turishinglar vaqtliqmidi? Nima qilmish gapni so'raysiz? Texnik tushunmayapsiz. Bu yerda qanchalik turishimizni dadam belgilaydi. Ko'nglingizni tushunib boqqim batdi. Balkim sizmi sezgansiz. Men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Sizni tunji ko'rishlar yaxshi ko'rib qolgan.
Bəkmi xursandman. Qraf cənablar, ismim Martin. Bu yağ Carmen xanım bulamdı. Şundaq, mən Carmen bolumen. Mən şuncha jiraqchaydan siz bilan ko'rishgili kelib edim. Mən bilan Shundaq. So'zlashadigan bir ishim botdi. Yaxshisi xoli paranglashgan bo'lsak. Öz baxtimning ikkinchi bir kishining ilkida ekanligini umrimda tunji his qilishim shu. Men sizning qishingizla o'zimni baxtli sanayman. Bu so'zni naqadar zo'r g'ayrat bilan da'vatganligimni siz bilmaysiz. Javobingizning meni dunyodagi eng baxtsiz odamga aylantirib qo'yishini ansirayman. Meni hargiz u kunga qo'ymang. Cho'qim ma'quldan demoqchi emasman. O haddidan oshirib etganlik bo'ladi. Pat-pat ko'rishib turishimga ruxsat qilsangiz, shumi kifoya. Mening bu samimiy niyatimga ishonmamsiz? Sözünüzge işenmeslikka hech qanday asosim yo'q. Samimiy odamligingiz chiqib turibdi. Bayamqi gapni esingizdan chiqarib eting deb turib elishim. Sizga o'zimni unuttirish uchun. Siz menga nima uchun shunday talab qo'ysiz? Birdan bir to'g'ri. Siz qabul qila oladigan asosim, men sizni hargiz yaxshi ko'ramayman. Bugun tushdan keyin men sizga ilk kitobni tutmang dedim. Chunki u mening azobli aslamalarimni qo'zg'ab qo'ydi. Shu kitobni ko'rsamni ko'nglim buziladi, chunki uni men umrvoyit suydigan oshiqim so'q qilgan. Bu gapcha u sizning sevgingizni rad qilgan o'xshamamdi. Yo'q, u meni bek yaxshi ko'radi. U bu olamdan ketdi. Kechiring. Men o'ylamoqdiman. O'tinay, mendan o'zingizni tatsingiz. Sizni ko'rib turishni xohlayman. Bayamqi gapni og'zingizga olmaslikqa va'da qilsangizlar, dadamning yaqin do'sti sifatida qadam tashrif qilib turishingizni qarshi olaman. Taraf janoblar, men xonamingiz bilan ayrim so'zlasam dedim. Ayolımda bir işiniz var mıydı? Shundaq. Taraf janoblar, to'g'ri dedingiz. Carmen hanım mening ayolim bo'ladi. Bilmedim ayolim bilan so'zlashganda qanday ishimiz bor ki? So'qqanroq bo'ling, Olmayda. So'qqanroq bo'ling. Kechiring, taraf janoblar, behurmatlik qilmoqchi emasman. Bu gapni sizga deb avar qilishning hojati yo'q deb o'ylab ekanman. Men Bob Saynada turaman. Poytaxtga Carmen xonimni ziyorat qilg'il kelgan. Agar mayli desangiz, xonim bilan oldingiz so'zlasammi bo'laverdi. O'tinay, Olmayda, yaxshisi bu janob bilan o'zim yolg'iz so'zlashay. Ismingiz Martin. Rost, o'zim yolg'iz so'zlashay. Albatta siz ijozat bersangiz. Bo'pti amisi. Carmen. İşin bo'lsa, men kabintimda. Sizga ko'p rahmat, graf janoblar. O'ltiring, janobi Martin. Rahmat. Men xatolashmagan bo'lsam, Baba Saynadan Barakaga boradigan ilqi yo'l bo'yidagi uyning egisi deyman. Ilqi uyning? Sizning emasmi? U bir koni uygu. Ammachingizdan qolgan miras shundaq-ku. Rahmatli Kirariya hammandan qolgan. Uning dunyosi shunchaliklidi. Men sizni mush ish bilan izlab kelib edim. Ammacham Kirariyani tanimdingiz, janobi Martin. Ya xonim, men shu uyingizni ijaraga olmoqchi edim. Mening uyim nima? U uy bir necha yil quruq turgan. Necha oyning oldida bir necha yildan ko'chib kirdi. Bir apandi, bir qiz, yana ikki qo'l. U uyni shular ijaraga berganmidingiz? Ular hozirmi shu yerdami? Ularning shu yerda yoki emasligini sizmi bilmamsiz? Bu necha oyning oldidagi ish. Men hozir Baba Saynada bo'lmagandan keyin mundaqli so'rab qo'ydim. Ular ilm shu yerda.
Men ular bilan so'zlashaydigan. Anglasam, u uy sizga qarashli ekan, shunga kelib siz bilan so'zlashishni afzal ko'rdim. Agar ular bilan yozim to'xtam bitishmagan bo'lsangiz, men shu uyni ijaraga olgan bo'lsam. Apandilar, yenglishdinglar-ku deyman. Men hech kimga pianino havola qilmagan. Qaranglar. To'g'ri ekan. Ervilaga sovg'a qilingan ekan. So'g'atmikan? Apandilar, sizlarga ko'p rahmat. Bundaq chet yoqi joyda kimni pianino sotib olsin? Bu gapni xato deding, Andres. Baba Seyna taraqqiy qilgan shahar. Sen ko'p aylanib boqmag'achqa bilmaysan. Hozir avatlashib ketdi. Qo'l ilkidi balaning ko'pinchisi mashadi. Pianinoni kim sovg'a qilgandi? Izoraning pidi yurgan. Eli qizi ketdi aqacham. Uningdan boshqa kim bo'lmoqchi edi? Kechiring dada, yaxshi pianinoni qaytarib yetayli. Nimishqa? Sen muzikik amirga emasmiding? Bu bo'lsa yayrab ketsin. Qandaqli bo'lsin, uni qabul qilib bo'lmaydi. Pianinoni ko'rgandan keyin inkaschi. Buni bilmadim. Ularning uyga amdilat yetib borgandi. Majnun bo'psan-da Arvalo. Ular zodi kimlar? Burun poytaxt turamdi. Nimdep mening do'stlarimga shuncha qiziqib qoldingiz? Uyingizni debchi Karman xonim. Uyingizni ijaraga olmoqchidim dedim-ku. U uyni ijaraga berib bo'ldim. Endi sizgimi, boshqa birsigimi bagim yo'q. Ondaqda ular Baba Seynada uzun turamdi. Ular Baba Seynada uzun turamdi, turmamdi. Bu men bilan oshularning ishi. Kechiring. Aslida mijozim yo'q turadi. Adab yuztili so'zlashdim. Janobi Martin, mendan shundaq ko'chilab ketishingiz bekli qanlashmagan ish bo'ldi. Karmen xonim, boshqacha o'ylab qolmang. Do'stlaringizga qilchi ziyon yetkazishni aytdim yo'q. Buningga ishonaman. Do'stlaringiz burun poytaxtda nima ish qiladi? Janobi Martin, endi rostilla sizga hamroh bo'lmoqdakman. Bizning yana boshqa mehmonlarimiz bor. Xuanna, bu mehmonni uzitib qo'y. Xayr xo'sh Karmen xonim. Xayr. Pianino yaxshimi-ka? Yaxshi-kan. Menga bir payda chapagina. Nimani? Xalqingni, muzikangni anglamag'ili uzun bo'ldi. Carmen, eliqi chaqrilmagan mehmon bilan takalishib qoldingmi nima? Ha. Nimin talishib qoldinglar? Nayt jiddiy bir masalani. Endi bu sirni yana men sizdan yushirmoqchi emasman, Almida. Sir, bunga ishlarangmi? Yo'q. Undaq emas. O'g'lingizning qullarining qechishiga yordam qilgan. Izora. Ha. Hozir u to'ti mening ilk ko'ni uyimda. Baba Seynada qora joyim bor deb sizga aytgan-ku. Ya Rabbim, bu ishni Leoncio bilib qolsa. Siz berib deb qo'ymassiz-a? Albatta demayman. Menga to'liq ishinsang bo'ladi. Emse sizga deb beray. Janob Arvalo, menga nimishqa bu sovg'ini qabul qildaysiz? Niyetimni bilgingiz kelamdi. Shunda qolmaychi. Qizingizni yaxshi ko'raman. Ko'nglimni qizingizga izhor qildim, lekin Ervila ko'nglimni tushunmadi. Pianinoni qabul qilganmidi? U bu sovg'ini olsam, menga ma'qul deganlik o'qilamigin deb o'ylab unimabdi. Siz nima dedingiz?
Men onunğa bu ikkisi başqa iş, pianino, dostluq yüzüdən qılınğan soğa dedim. Ras qaydı bildikensiz, Cenab-ı Arvalo. Yaqay, men onunğa qayıl qılay derli şundaq degendim. Əmdi Ervil axının müzik bilə iş pişqin çıxıralaydı. Keşke tamaqta biz bilen bilib olalasızmı? Bugün? İşiniz var mı diye? Artık özgersek mi buludu? Yo'q, ancha muhim ishim yo'q. Bo'ladi, taklifingizni qabul qilay. Bir gapni desam bo'ladimi, demasam bo'ladimi? Bugun oqsham pek chiroyli bo'lib ketibsiz. Rahmat. Xushamat qilib da'vat qildim yo'q. Rost gapni da'vatimi? Arvalumi keldimi? Yo'q. Yo'q kelmadi. Bugun chunki men uni ko'rmadim. Acaba ko'nglingiz yolg'iz Arvalo olib bormi? Undaqmı emas. Hazır Matilda xanım naqshi etmoqchidi. Dadam Arvalo kelsin deb turib elayotidu. Matilda xanım saqlab qo'ysak beadablik bo'larmikin? Agar Arvaloni saqlamay, o'yinni boshlayversak, texmi beyab bo'larmikin? Agar Arvalo kelmay qolsa, Arvalo gibida turdi. Sel turib bir dostumnikiga borman degandingiz-ku. Agar mayli desanglar, boshqa kuni borsam bo'ladi. Ay, biz rozi bo'lmamdiga. Ervil axinim bizga bir payda muzik chep bergan bo'lsa, o'ltirishimizni boshlagan hisobda. Dadam mening muzikatga iqtidorimni doim oshirib etadi. Men hukm chiqara olayman. Ma'qul amsa. Graf bilan to'y qilib, burunqi muhitidan ayrilibdi. Grafning koni og'illarining ko'pinchisi ularning to'yiga qo'shilmay, ulardan aloqasini uzibdi. Ya'ni Karimov koni kasbdoshlari bilan badi keldi qilmaydigan bo'ldi. Yuzaki qaraganda ular nihoyat baxtlikda ko'rinadi. Baxtlik ko'rilakanda. Buni aniqlash uchun yana tekshirishga to'g'ri keladi. Nima deysan? San Karimov xonimning turmushini deb berishim, buni qanday ishligini uqtirish uchun. Sen meni Aşu xanımның turmushi qizg'in deb o'ylamsan. Seni men poytaxtga shu ish qilib aytganman. Mening qiziqadiganim Ansirmo apandi bilan uning qizi. Buni bilman, lekin har qancha qilibmi, uni uqolmadim. Karimov xonim biroz birim deb belgili unimidi. Uning degani ular uning do'sti ekan, uyini o'z ijaraga beribdi shu. Azbiroyi xudo. Karimov xonimning nurg'un do'stlaridan so'rab baqdim, lekin birasimi Ansirmo apandi bilan uning qizini bilmaydi ekan. Nima degan chiroyliq. Bu dasturxonlarni uyimiz kelgan. Heliq apandi setib berdi. Haqiqatan chiroyliqkan Karolina. Bu janobiy Arvaloning biz qilgan sovg'isi. Heliq apandining qizi kashtilab ekan. Men anglagan. Arvalo ularning uyiga pat-pat bag'idek. Nima ishi borkin tam? Nima dedingiz? Arvalo heliqi chorbazochining uyiga doim berib turamdi ekan. Men shundoq angladim, Shavi. Arvaloning ularni izlashida bir maqsad bor qachon. Bundan xabarim yo'q, xonim. Yana-chi? Mundaq bir gapni angladim. Nima gapni? Anglasam, u kishining shundoq chiroyli bir qizi bormish. Arvalo unaga yana bir pianino sovg'a qilibdi-dek. Soat necha bo'ldi? 10dan oshdi. Muncha kechdi kelgan kimdi? Bilmadim dada, kim tam. Oy, Karmin xonim, siz mitdingiz. Anita, senden bir gapni so'ramoqchi edim. Nima to'g'riliq? Beyonsiya to'g'riliq. Astiraq, u anglab qolmasin. Ansirma, o shaharga ket, hozirlardan kelmaydi tiqi. Nimani bilmoqchi edim? Birilishni so'ramoqchi. Seningcha o qandaqroq? Meningcha. Onunğa bir ko'z qarashing bordi. Ikkinglarning bilib olgan vaqtinglar oz emas-ku. Mening qarashimmi? Ha. Men sendan mundaqli so'rayapman. Senchi uning qaddi qomati qandaqroq? Qanday qilmoqchidi? Qaddi qomati kelishgan. U aqlliqmi? Aqlliq.
Bek aqıllıq. Biz köp paranlaşmagan bolsaqmı, manga bergen ta'siri shundaqroq. U aqıllıq, tarbiya ko'rgan. Leonsioning senga bergan ta'siri shu. Shundaq. U sening og'inang tursa, men uning boshqa tarafini deyalatdimmi? Deb baqa desam, uning bir ojizligini deb bilalatsammi? Rost da'vatamsa? Da'vataman. U odam bag'amkin ko'rinadi. To'g'ri, u bag'amkin. Belkim ayoli qazo qilib ketgach shundaqdi. U texi g'am qayg'udan qutulamabdi. Ehtimol. Buni nim deb so'rab qolding? O'zimchila. O'zimchila. Birsi meni istab poytaxtga beribdi. Siz nima? Uning harakatlari bek gumonliq. U ismini Martin deydi. U aqchan Leonsioning heliqi in'omiga erishishning ko'yda yurgan bir nima. Martin, siz shaharda mushtaq birisini anglagan mitingiz dada. Men uni ko'rgan, u bir saroyning xo'jayini. Baba Seynaga kelgan kuni biz kechki tomoq yegan saroy shu. Mardona. Ma'lumotliq. Poytaxt. Bu Anitaning ayni gaplari. Anita uning tegishini o'ylab baqqanmidi? U o'ylaydi. Hozir Anitaning yaxshi ko'rdig'ini yo'q. Uningga talab qo'ygan odami yo'q. Leonsio bu ishga qandaqroq qara? O'ylab baqdingmi? Bu texi aniq emas. Lekin buni shunday qilganim qilgan. Avaylajmi? Mening qarorim qaror. Leonsio yoshli boytaq qoldi. U cho'qim yangi boshdan o'linadi. Men Leonsioga Anita bilan to'y qilishni taklif qilaman. Rost janobi Arvalo deb jazm qila olamsiz? Dal shuning o'zi. U sizni ko'midimi? Yo'q, u meni ko'midi. Yaxshi bo'pti. Endi bizga xavf yo'q-ku. Shunda qo'maychi. Arvaloning Martinni poytaxtga avatishida cho'qim bir g'arizi bor. Voy, bir-birlab so'zlasanglarchi. Nima davatqininglarni hech tushunamadim. Arvalo degan kim u? Turibli xavf yo'qkan degiltirdinglar-ku. Arvalo Mashadagi bir boy, ferma xo'jayini xonim. U obdan yigit. Beqirdod bog'ishining nazarida janob Arvalo bizning Izorani yaxshi ko'radi. Lekin u bizning ahvolimizni bilmaydi. Meningcha u Martinni Izoraning o'tmishini aniqlab uqib beqishga poytaxtga evatgan. U texi Izorani Ervila deb tushunib yuriydi. Martinning sizni ziyorat qilishi gazetdagi e'lon bilan qancha munosabatsiz. Xotirjam bo'ling xonim. Natayinchimi? Ba'zilar ko'rinishni qizg'indek qilgan bilan o'ltas qopsi pulni o'ylaydi. Hey, janobi Arvalo undaqlardan emas. Uning puli jiq. U qulluqni bekor qilg'uchilardan. U qullarning hammasini biroqla ozod qilib o'tibdi. Unda qila olganlar mamlakatimizda ko'p emas. Biroq meningcha Izoraning janobi Arvaloga ancha ko'ngli bodak emas-ku. Carmen xonim, endi aram eling. O'rningizni rastlab qo'ydik. Mening siz bilan bir uyda yotqim bor. Amisi men mehmonxonada yotay. Men senga hatto bir qizni mutallab qo'ydim. Qani muvaffaq kasb bo'laverdi. To'y qilsam balkim kayfim yaxshinab qolar. Muvaffaq loyiq ko'z oldingdalar. Sen Anita bilan to'y qilsang, toza bop. O, mening singlim. Chaqchaq qilyotmaydigansiz. Sizlar bir-biringizga toza bop kelasizlar. Sen bilan tuqqan bo'lsam, xursand bo'latdim. Shundoq. Men bu faxrlanatdim. Demakchi bo'g'ning nima ishdi? Intayin muhim bir ishdi. Zodi nima shu? Leonsioga munosabatli bir ish. Belidig'ining zodi nima ishdi? Aradan shuncha uzun vaqt o'tdi. Bizga nima ish qildimiding? O'ylasamli qo'rqibdi. Uning ustiga Santa bu gapning bizga biror yordamining yo'qligini hech bilinmabdi. Agar bo'lsa-chi Santa, sen zodi nima ishni bilsan? Belidig'inim
Bildiğinim Malvina hanımni öldürgen aşçı. Leoncio Beyzade, siz bilan ko'rishganimga pek xursandman. Yaxshimisan, Fransisko? Menga oldin ala xabar qilib qo'ysangiz-chi. Tuyuqsiz qaror qilib qoldim. O'ylasam yana qaytib kelganim tuzukka. Ha, meni xabar qilib qo'ymabsiz deganim, agar qaytib keldiganligingizni bilgan bo'lsam, siz rozi bo'lgudek obdan tayyorlik qilib qo'yatdim. Alayliq, obdan o'xshagan kashk tamoq tayyorlab qo'yatdim Beyzade. Cinayet ötküzdü. Şu günü men Malvina hanım bilen tügmengi billi bağan. Bunu hecep bana demegandin ha Santa. Fransisko meni faqat etqili qo'ymadi. Etqina qaysi tügmen o? Leonsio'nun qo'rig'idiki Malvina xonim bilan Tobias kuyib ketgan. Eliqi eski tugmancho. Shu kamgacha shu qatam o't kechish voqeasining sababini, ularning nemish bilib qolganligini, nemish qechib ketamaganligini hech kim bilmaydi. Sen ahvolni aniq bilamsan Santa. Bu sening farzang emasdi. Yo'q, Izora. O odam bekmi eskigan. Bu mening farzim emas. Oluqma Santa. Biladiganlaringni tafsili deb baqqin. Janobi Tobias yo'qolib ketgandan keyin. Lekin o qiz zodi kim ket? Qayerdan kelibdi? Bir töven tabiqini qiz ekan, lekin xil tarbiya ko'rganda qiladi. Onasi tugab ketibdi ekan. Hozir o qiz dadasi bilan birga turmush kechirdi ekan. Tügmen kuyishga boshladi. Men Malvina xonim bilan Janobi Tobiasning tügmen ichida ekanligini bilardim. Leoncio uni Izora deb qilib o't qo'yishga buyruq berdi. Baş cinayetçi şu. Bundaq iş faqat şuningli qo'lidan keladi. O buyurmasa Fransisko bu ishni qandaqmi qila oladi? Sen nima ish qilib bu gapni baldiroq demeding? Men qo'riqqa qaytib borganda Fransisko meni Andresning qashig'iga oldi. Bu bechora to'rikka bog'liqlik ekan. Fransisko meni qo'rqitib, agar deb qo'ysang Andresni urib o'ldirdim dedi. So'ngra men eshikka petinamadim. Malvina xonim bilan Janobi Tobias o'lib bo'lganda deganimning nima foydasi? Santa, sen şu ahvalda ekansan. Andres'in bağlaqlıq ekan. Sizlarning muhabbatlashayotgan vaqtinglarda sening qilganingni tushunishga bo'ladi. Hey, shundaqmi ish qilamdi? Tegi bas bir odamning qizi bir necha yolon tush, anlapli baxtevatdim. Karolina, taqdir biz bilan shundaqmi qerishamdi? Eliqa Allohdi qizimizni ko'z oldimizda shundaq bo'za qilib ketdi. Bu ova qalanda u qanchalik nima ekan? Dadsimo ko'ch vaqirab yuradigan bir chorbazochi u. O'zi kirgida ko'rmi chiqmaydigan nimalar u? İşni şunun bilan bo'ldi qilmaymiz. Shu ish esim kelsa tanlarim tikanlashib ketadi. Deb yiqinlachi, bu ishdan foyda tegami? Leoncio haqiqatan ig'ir jinoyat o'tkazibdi. Buning Santagua. Nemish foydasi olmaydi ekan. Agar Santa esila Leoncio Begzat zindonga tashlanadi. Sen bek sodda ekansan, Andres. Sodda? U jinoyat o'tkazgan tursa, bizning davlatimizda qaysi sotchi bir qulning arzini anglabla bir quldarga jazo hukm qilar? Bu mumkin emas. Ular menga ishonmasmi? Ko'nglingga kelmasin Santa. Ular sana hargizmi ishonmaydi. Ular seni tuhmat qilyotdi deb qaraydi. Xonimning degan to'g'ri. Uning jinoyatining ig'ir bo'lsa-mu, biz degan bilan beka. Sizningcha birsi jinoyat o'tkazsa, biz uni bilib tursakmi, uni yana hech narsa qilamamdi. Qonun degan shu. Leoncio hamiyat qo'g'diladi.
birla odam buning sirtida. Bu nima deganingiz? Fransisko. Agar u o'tirg'i chiqib, guvohlikdan o'tsa, ular ishinidu. Fransisko uning qo'lchamoqchisi. U hargiz xo'jayinining ustidan arz qilmaydi. Bugun shikar qumushqini ko'rib kelamsiz. Qullar qattiq ishlayotdi. Ati baray. Bayzada, hisobotlarni tekshirib boqamsiz. Keyinchi bir gap bo'lar. Hozir o'zim yolg'iz aram olay. Ma'qul emas, men chiqay. Berib, uyingizni tayyorlab qo'yay. Manga qilgan yaxshiliklaringizga nima deb rahmat aytishimni bilmayapman, xonim. Arzimaydi. Ah yo'l bo'lsin, Karmen xonim. Ishinglar bo'lsa meni izdanglar. Sizlarda mening poytaxtdagi adresim bordi. Sizlardan hargiz yordamimni ayamayman. Meningcha seni bilasan. Dadang ishimiz oldi burunla bekitgan. Kunlarning birida sen bilan Losiya do'stlik rishtasimi, kuchlik rishta bilan ikki oilani bog'lashlan arvallo. Ya'ni xudo bo'lamiz. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, dada? Qaramasang nima keldim? Apilisin. Toza pishqinini, shexini uzib keldim. Bu yaxshi parvish qilganlikdan danga. Megila pandi, bugungi sodingiz qandaroq? Jami 3 dasturxon satdim. Yerim kundil 3 ni satdingizmi? Ha, g'alimizdagi pul ko'payyotdi izora. Apilisin sharifda ishkin kelyapamsan-da. Yo'q. Oy, mening vaqtim toshgan o'xshaydi. Oy, qo'rqma Santa. Men doktor kelay. Megila pandi, bo'ldi men baray. Bo'ldi, o'zim baray. Sen qilib Santa qir. Bu jiddichilikda atni o'ngshab minmaysan. Oduqma Santa. To'g'ri Andres. Oduqma. Dadam doktor aqli ketdi. Uni hozir yetib keladi. Qo'rqma Santa. Gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Qiz tug'di. Qizdamsiz? Balasimizmi? Naytsimiz. Qiz bosganda arzu qilib kelyotdi. Megila pandi, qizga. Mening qizim
Xudoga rahmat. Doktor, men Santani qiz tug'ilganligini burilib bilgandim. Men qirqini patmayaptim. Xayrli kech. Qizingizga ömürlük bəxt dileyman. Bu gülni mənə gəldinizmi? Əlbəttə. Başqalarning mənə gül soğuk qilish hayatımda mişi birinci qatım. Sen o birinci qatım anı boldun da. Sizlarga ko'p rahmat. Canab, siz to'lim atrofli o'ylabsiz. Men oldingizda baxshijil. Ayolingizga gul taqdim qilganligim uchun meni ranjimassiz. Sizlar baxtiyor er-xotinlar. Endi sizlar bir qizlik bo'ldinglar. Demak, texmi baxtli bo'ldinglar. Men sizlardek bo'la olsam, arminim yo'qdi. Aramanızda buzdum Beyzade. Sizge xat kepti. Francisco. Sen o'qib bergin. Mening ko'nglim rahmida emas. Bu xatning menga xush xabar olib kelishiga ishonmayman. O'qib bergin Francisco. Janob Leoncio, bir yilning oldida men Saudi gazetida sizning e'loningizni ko'rgandim. O e'londa Qashqon qo'l Izorani tutib berguchiga 15 million liz in'om beraman degansiz. Kaminingiz o dedekning hozir nada ekanligini bilaman. Agar o dedekni zodi ko'rish niyatingiz bo'lsa, gazetga yana bir qatim e'lon chiqarib, bermoqchi bo'lgan in'omingizni 15 milliondan 20 millionga ko'tarib, shu chaqda janobingizning huzuriga yetib boraman. Ismini yozmabdimi? Yozmabdi. Ismsiz xatga. Ishongusizlar bir xatqu bu. Bir yil o'tib bugunga kelganda million. Bu az pul emas. Odatdagi bir dedekni deb shunchalar pul xasashga arzimda. Hamma mol dunyoyim kasimo rozi. Izorani qo'ruq yondirib kelalisizlar, qanchalik pul ketsin mayli. Biroq bu xatni yozgan odam uning nadiligini rost bilamdigan. Yo bo'lmasa u aldamchimi? Yolg'on gap qilishning uning nima foydasi? Rost deysan. Rost deysan Francisco. Izoraning nadiligini bildigan odam oxir tepildi. Siz ba'zida kichik bolaga o'xshab qolasiz. Ba'zida aqli yetilgan qizlardek ko'rinasiz. To'g'ri aytdingiz. Garchi nurg'un ishlar qo'limdan kelsa-mu, qo'limdan kelmaydigan ishlar yo'q emas. Xudo ko'rib turibdi, bu imkoniyatni ishga soldim. Ilgari qilgan qasmimni o'ylasam, yuzim qizdirdi. Lekin men xil xo'p kechib qoldim. Sehrimning kuchini yo'qotmaysiz. To'xtab.
Qarab turing, ha? Men buningga qo'shila olmayman. Janobi Hilardodek yaxshi odamga unamamsiz. Ondaqda Losiya umr oyat qayr qizib o'tgidekda. Men Hilardoga qarshi emas. Ammo Arvolining qizimiz bilan to'y qilishni rad qilganligiga chidab tura olmayman. Balalarım, sizlarga chin dilimdan baxt tilayman. Men butun imkoniyatim bilan tirishib, jan qizingizni baxtli qilaman. To'ydan keyin nada turay deyapsan? Poytaxtdimi, qo'rqdimi? Sening qarshi chiqmasla, qo'rqdi tursam ekan deyman. Shunda qilsam qo'rqning ishlarini o'zim tuta olayman. Senchi, Anita, qo'rqdi turansan? Nerede turishimizlar belgilanglar, men nemaga rozi? Sizlar cho'qim baxtli bo'lasizlar. Tansa? Do'stim Hilardo, Andrata Shangvining qiziga choy ishkizish sharpiga bo'ladigan tansa. Men o qizning gapini qilib bergandingiz. Men bilan birga boramsiz. Tansiga demsiz? Uning nima yomoni bor? Men hech qanday tansiga berib baxmagan. Hamma ishning birinchi qitimliq bo'ladi-ku. Yo'q, mening bag'im yo'q. Nima ishqa? Bu yerdagilarning birisini tonimasam. Siz kimni tanıysiz? Dadamni, Mariya bilan uning erini, yana sizni tanıyman. Mushu doppamdek yerda turaversangiz bo'lmaydi-da. Siz tex yosh, sirtga chiqib texim ko'p odamlar bilan tanishishingiz kerak. Men o'zimga yaqindigan odamlar bilan tanishib bo'ldim. Siz tansiq zodli berib boqmagan deysiz. Bu yaxshi emas. Sirtga ko'p chiqmag'achqimi, toza xolab ketmaydiganman qo'tam. Cho'qim bering. Hech bo'lmaganda meni murodimga yetkazing. Tansa juma kuni bo'ladi. Meni to'liq hijil qilmang. Sizga aytsam, mening tuzukroq kiyimimni yo'qtirsa, qanday boraman? Bu sizning boranmasligingizga hargiz sabab bo'lolmaydi. Qahva iching, janobi Arvali, yangidan nab kirdim. Rahmat sizga. Ervila, cho'qim bering. Basingiz meni xushal qilatdingiz. Nima yangiliklar bor? Gazetga bergan e'lonining gapi. Bir necha qullarni tutish uchun berilgan in'omni yana o'stirsan-da. Ras. Bu ishni unutib qilqibdi mana. E'lonni berganingga texi bir necha kun bo'pti-ku. Men gazetxoni bilan e'lonni 6 oydan keyin yana bir berishga kelishib qo'yibdi ekanman. Men hozir o qullarni tutish qiziqmas bo'lib qoldim. U ishlarning qari chog'li xazay. Hozir ko'ngil bildiginim Anita bilan patroq to'y qilib hayotning paysini surish. E'lonni yana chiqiribdi. Yani shu e'lonmikan? Bu qitim yana pul qo'shib 20 million ko'tiribdi. Men burunla bilgan, u bizni bo'sh qo'yvatmaydi. Bu gazetdan Baba Seynaq necha nusxa kelibdi? So'rab baqdingmi? O'tganga o'xshash 3 nusxa. Men 2 nusxasini sotib oldim. Bir nusxasini yana shu o'tgangi odam olib ketibdi. Eliqi Andrata Shangvichi. Qaranglar, o'tgangiga o'xshash e'lonni buningda yana besibdi. Unutib qolmagan bo'lsam, bu qatim in'omni o'tgangidan ko'paytibdi. Shu bir necha qol shuncha ko'p pulga arzimdigandi. Men bu gazetni saqlab qo'yay. Bu e'lonning keyinida sirliq bir muhabbat tarixi bo'lsa kerak. Xo'jayinlar dedeklar ko'p qoldigan ishni burunla anglagan. Bu bo'p baxmagan ish emas. E'londan qaraganda u qiz oq tanlik o'xshaydi. Sen yotgan atgirki turdi. Qadrlik do'stim. Tansiq kiyib bag'li, tuzukroq kiyimingizning yo'qligidan endi g'am emassiz. Sizning sirdosh do'stingiz Arvalo. Ha, nim degan chiroyli ko'ylak bu Izora. Afsuski, uning bilan birga tansiq boramaysan-da. Men tansiq bormaysam-da. Ba'zan xatarlik emasmi? Xatarlik. Biroq men umrimda bir qitimni tansiq berib baxmagan. Behmi bag'im bor. Shuni tavakkul qilib baqaymikin deyman. Bu deganing miras. Seni hech kim tanıyamaydi. Qaysi bir qul qiz bunda ko'na kiyalaydi. Arvalo uni yaxshi ko'radiganligimni bildirmayman. Uning bu yerdan ketib ikkinchi qaytib kelmaydiganligimizni uqtirmayman. Ras, shundoq yozibdi. Qaranglar, u in'omni 15 milliondan 20 millionga ko'taribdi. Men sizning fikringizga qo'shilaman. U odam shu qizga oshiq bo'lmasa, bir qul uchun buncha ko'p pul xashlamagan bo'ladi. 20 million liyisqa bir chiroyli qo'riq keldigan tursa. To'g'ri deding. Bu e'lonni obdan saqlab qo'yay. Keyin adabiy ijodiyat bilan shug'ullangan chog'larimda
Moşu materialga asasen ta'sirlik muhabbet hikayesinden birini yozaman. Bu dedek xo'jayinni o'zining oldida tiz cho'ktiralik bo'lgandikin. Xeli yomon nemikan Jumo. Taklifimni qabul qilganingiz uchun men bek xursand. Tansiga borsangiz ko'nglingiz ko'tarilib qoladi. Dadam sizga rahmat aytib qo'yishimni topilgan. U sizga xo'sh demayli ketib qoldi. Vidoliga nima ish bilan ketdi? Bir navr ensini yo'qlab. U yerda tuquninglarning borlig'ini o'ylamabdimi? Siz so'qqigan ko'ylak baxmi chiroyli ekan. Baba sanadim shunday chiroyli ko'ylaklarni tikalaydi ekan, a? Undaq emas. Poytaxt tiktirib keldim. Mariya, koni ko'ynagingizdan birini bergan. Shuningga o'lchitib tiktirdim. Bu gapchi pul bor odamlar poytaxtga berib ishni bitirib kelalaydigan o'xshamamdi. Qalbiga o't tushgan kishi shunday qiladi. Sizga bo'lgan hisiyotimga nima astoydil qaramaysiz. Men barlig'imni sizga bag'ishlashga tayyor. Osmondagi oyni epatsingizni epiralayman. Xo'sh, olay, bundaq hissiyotni ig'iz ochmasangiz bo'lmamdi. Bu mumkin emas. Sizni ko'rsamla sizga yaqinlashqim keladi. Sizga bo'lgan muhabbatimni hayotimda bakra qadrlayman. Men Xo'sh, bo'lay, bu gapni qilmang. Gaplaringizdan qattiq ta'sirlandim. Menga qarab seni yaxshi ko'rmayman dang. Javobingizni cho'qim anglashim kerak. Ko'zimga qarab turib seni yaxshi ko'rmayman dang. Men sizni intayin yaxshi ko'raman. Bu deganlaringizning hammasi rasmi Tois. Buni menga Yanariya deb berdi. Poytaxtdan Fransiskoga xat ketdi ekan. Yanariya ularning gaplarini anglab qoldi. Leonsiyo siz tunuydigan Anita bilan to'y qildik. Bichar qiz. Yana bir qizning baxti qarib o'g'dekdi. Men bu to'yni cho'qim buzib etaman. Meningmi Anitaga ichim og'riyotdi. Men poytaxtga berib kelay. O qiz Leonsiyo degan mutaham bilan to'y qilmasin. Bo'lmasa adam qo'shash nobud bo'lib ketadi. Men bir amal qilib bu to'yni cho'qim to'sishim kerak. Men aman bir kuni shunday deydiganligingizni biletdim. Suyimligim, sizga essam. Mening ota-onam o'lib ketgandan keyin o'zimni g'arib miskin his qilgan bo'lib qoldim. Uningga qo'shilib men yaxshi ko'rgan qizim meni yaratmasa, hayot menga bek bir ensizlik qilgan bo'ladi. Sizni kim yaratmabdi? Qalbimda muhabbat o't ko'yibsa, siz meni do'stingiz qatorida ko'rdingiz. Bu meni yaratmaganlik bo'lmay nima? Siz menga so'g'aqlik qildingiz. Rostimni aytsam, chidayolmay qolgandim. Endi o gaplarni qilmang, Arvalo. O'tgan ishlarni tagimayli. Meni chin dilingizdan yaxshi ko'rsangiz, mush fursatni g'animat bilib, ko'nglimizga gaplarni deyish olayli. Men sizni suyman. Meningcha muhabbat degan bu so'zni yozuvchilar bilan shoirlar nobud qilib etdi. Men sizni ko'rgan, sizdan so'yingan, sizga yaqinlashgan chaqlarimda sizga bo'lgan cho'nqur muhabbatimni ta'riflashga so'z topolmay qolaman. Avliyolar nima tilavatsa Roza? Mening tilaganlarimga avliyolar javob bermay tura olmaydi. Yaxshiroq tilovat etsa yoki yomonlikmi? Haqqoniyatni tilovat etman. Men avliyolarimizdan izorani qo'riq yondirib kelib, unaqa tegishli jazo berishni tilovat etman. Dada, sizni behmi sevgindim. Men mo kagit seningdan ansirabli keldim qizim. Bika ansirabsiz. Hamma ish joyida. Bir ish chiqishim mumkin emas. Yo'lda charchagansiz megilab endi. Rost charchidim. Biletchi. Paraxod biletini oldingizmi? Bilet elishda ta'lim 10 keldi. 30-yil bir yük paraxodi Lisabonga mangdi ekan. Paraxodni bizga loyiq o'rin buyurib qo'ydim. Guvohnamalarimizdan chataq chiqmagandi. Chataq chiqmadi. Paraxod shirkatidagilarga xeli ko'p choy puli berdim. Ketalaymiz deb o'ylabapti ekanman. Yana bir muhim xabarni sizlarga taqdim edim. Muhim xabardamsiz? Men yana bu shirkatdan Amerikaga boradigan paraxod beltini setib oldim.
Nəhayət yaxşı oldu. O paraxod 3 ayının 28 günü yolga chiqar ekan. Demak biz Lissabonga berib bir oydak turib qolamiz. Uzun qolmay xatardan qutuladigan bo'ldik. Yoq, sal kichik kelib qoldi janob Arvalo. Asli shundoq bo'ladi. Kiyib odatlanib ketasiz. Men bundoq pozir kiyimni umrimda tunji qatim kiyishim. Turqingizni undoq emas taqo. Sizga tozim obdan keldi. Hey, men taxi qizimga bir aqor kiyim qilib bermedim. Undoq demang, Ansirmo efendi. Tansiq bag'ingiz uchun xushal bo'lishingiz kerak. Bu qiz yasnishga oltas, kechkish qopmaydi. Bizning saqlig'imizga 1 soatdan oshdi. La'chilik emasmi? Kechiringlar, sizlarni saqlatib qo'ydim. Sizning bundoq ay jamolingizni, sarvi qomatingizni ko'gili umr bo'yi saqlasammi, rozi bo'lardim. Rost deysan, Xosay. Bu xat bizning qo'rqib kelibdi ekan. Fransisko buni bu yerga avatibdi. Sana omad tilayman. Hürmetli Leoncio janoblari, mening talabim bo'yicha gezitga yana e'lon chiqaribsiz. Biroq gezit mening qo'limga mana amdi tegdi. Siz men qo'ygan shartga qo'shilib, u dedakni tutib berguchiga berilgan inomni o'stiribsiz. Hozir men sizga kesib ayta olamanki, u dedak mening qo'limda qochib qutulamaydi. Eng kechiksa 10 kun ichida qo'rqingizga berib siz bilan ko'rishiman. Uzunga qolmay u dedagingiz tutilib, qo'rqingizga yetkazib beriladi. Meni arvaladın zat närim kam? Nima degan chiroyli qiz? Nima deyapsan? Kechir Martin. Teqitim a qiz bo'lib qopti. Qara. Arvalo bilan birga kelayotgan Ervila xonim bu. Bu tangdasiz go'yarning o'zi ekan. O qiz rastli chiroyli ekan. Bu yerdagi qizlar uning Arvalo bilan birga kirganligini ko'rib, o'lgidek hasad qildigan bo'ldi-da. Sizlarni chin dilimdan tabriklayman. Janobi Arvalo doim sizning gapingizni qilib beradi. Menmi sizni tabriklayman, Ervila xonim. Mening siz bilan bek tanishqim batdi. Yaxshi do'stlardan bo'lib qolganligimizga ishonaman. Men sizlar bilan ko'rishib, singlingni to'y qilishdan to'sash majburiyatim bor deb o'ylayman. Nima? Singlimning to'yini to'smoqchimidan tiqi? Sen qanchalik odam? Bu gapni qilishga qandoq mag'zing bordi? Bu yerga olaytan. Leonsioning qandoq odamligini sizlarga deb qo'yg'ili keldim. Mening talabimni yerda qo'ymassiz-a? Bu yoq ma'qul deydi. Arvalo menga sizni pianinoni yaxshi chaladi degan. Bu yoqdek ashiraytibdi. Rasman men o'rgangan yaxshi chalamayman. Ichim pushib qolganda ancha-muncha chap qo'yaman. Kentarlik qilyotdi. Pianinoni shundoq yaxshi chaladi. Muzikadan biran cheppasingiz mehmonlar cho'qim xush bo'ladi. Shuncha ko'p odamning oldida xijil bo'ladiganman. Men bunday so'rinlarni sadili chep baxmagan. Siz bu yerda birma odam yo'q deb o'ylab, pianino bilan notaga qarang. Pianino cheppasingiz ma'qulchimiz qilgan so'g'ingiz bo'lib qolar. Endi bu ma'qul deysiz, men chiqib e'lon qilay. Ilardo, siz muzikani to'xtatib turing. Xonimlar, janoblar, bu
Bu yoq bizning yangi do'stimiz Ervila xonim bo'ladi. O muzikada talantli qiz. Hozir o Lucia'nın talebiga binoan bizga Chopinning sonatalaridan birini o'rinlab beradi. Onun ko'ngli bek yedim. O nurg'un azab chekib, endi bir arvaludek yaxshi odamga ko'nglini berib edi. Onundan yana ayrılıp ketadigan bo'ldi. Bu mu onun o'zi uchun? O mu o'zining baxtini tepish haqliqi bu dunyo nima degan adolatsizlik? O bu yerdan ketib baxtini topa oladi. Biroq ko'nglidagi odamidan ayrılıp ketdi. Yana birini topsin bo'ladi. Bu oson emas. Sen mi bek umidsiz qaraydi ekansan? O bunday yaxshi odamni ikkinchi topamaydi. Yuragida ishq o'tining yolqintishi mumkin emas. İzora ko'rinishda tansiq xo'shalmaganda qilgan bile dardini o'zi biladi. O o'zi xalab ketgan tursa. O ichida qattiq azoblanib yuradi. Onun baxtli bo'lishini shunchalik orzu qilardim. Onun arvali bilan to'y qilganligini, baxtli hayot kechirganligini ko'rsam deyman. Bu orzuyim ortiqchimi? Shundoq. Sal ortiqcha. Bizning hozirgi ahvolimizni aytganda, u tansidan chiqib uyiga saq salomat yenib kelalisa, Xudoga shukr deydim. U xalqning ko'ziga tushib qoldi. Bu xatarlik, Santa. Qo'lidan gurjak tushmaydigan Saralikning qizi qanday qilib bunchalik oliy ma'lumotga ega bo'la oladi? Shu emasmi, buningda bir sir bor. Shuda bir dehqon qizi bilan birga ushtin tut bobo Saynada paydo bo'lib qolsa, uning qizligi ta'minsiz go'zal. Uning ustiga bir necha chet el tilini bilsa, pianinoni shunday yaxshi chalsa, buningda albatta bir sir bor. Karolina, men bu ishni xotirlab olib, obdan saqlab qo'yay. Kunlarning birida bir asar yozib qolsam, toza obdan dedal bo'ladi. Aşırı etmekti. Siz rastlı piyanini çıkansız. Rahmet sizge. Ben demedim mi? Bu yapmak kemte. Ko'r bak. Bilmedim. Tasavvur kuchim bak ishib ketdimi yoki bu ikkisining o'rtasida bir munosabat bormi? Bu gizni men bir necha kunning oldida setib olgan. Bu deydak Rio de Janeiro oblastining Campos shahridagi Santa Cruz qo'rig'idan qochibdi. Ismi Izora ekan. Adam bilan Leonsioning yaxshi o'tmaganligiga qarabla Leonsion o'zgarmaydi degili. Uning ikkinchi xotinimi baxtli bo'lolmaydi degili bo'lmaydi-da. Leonsiodagi odamning bir odamni baxtli qila olishi mumkin emas.
u o'zini baxtli bo'lamaydi. Shuni bilishing kerakki, singlimni Lyonsiyoga berdigan bo'lsang, hayotingda eng cho'ng xatoga yo'liqqan bo'lasan. Bu ishni yaxshiroq o'ylashaylik Jumo. Uning bir tag'a gapidan Lyonsiyoning hech bir yomon tarafini bilamadim. Uning qochib ketgan qul qizga maftun bo'lib yurgunicha. Bu xalqning topgan gap. 20 million leys. Oldingizda turgan o qizni Izora deb o'ylabsiz. Gap yo'q shu. E'londagi bilan o'xshashmi? Har ikki qo'l e'londagi bilan o'xshash. Nima, ikki qo'l? E'londan ikki qo'lning gibi deyilgan bu. Olti bal ikkisi osh qo'llar bilan billa. Rasmo, janobi Martin. Bu bir tasadduqliq. Bu hargiz tasadduqliq emas. Bu qiz Qoshqon qul qizning dal o'zi. Shundaqla o'ylagan bo'lsang, nima desam qulinglarga kirmagidek. Mana endi sen xeyli oqilona gap qilding, Enrik. Amiz xayr xo'sh. Meningcha sen uningga qilchi yuz xotir qilmading. Men nima deb yuz xotir qilatdim? Bu xumpar bizning bo'g'izki o'g'limizni yo'q chiqarmoqchi. Shak shubsiz dal shular. Onunğa to'liq paket bo'lish kerak. Ikki qo'lning o'z paket. Yo'q, janobi Martin. Bu faqat bizning gumonimizni kuchaytirdi, xolos. Buning bir amalim bor. Nima amalingiz bor? Men hozirla ularni uyga boraman. Nima ish qilasiz? Men shundaq bir ustalik qilamanki, ular menga o'zining qul ekanligini deb berdi. Xayrli kesh, Andres. Siz mening ismimni qanday bilasiz? Men hammani bilaman. Men sizlarga yordam bergili keldim. Janobi Arvalo bilan Megil efendimini sizlarga jiddiy bir gapni aytib qo'yishga avatdi. Megil efendi. Izora hozir nayt xatarlik ahvolda. Uni bir tunib qoldimi? Yo'q, hozir chitish. Xudoga shukr, biz tansida e'lon o'qigan bir odamni bayqab qoldik. U Izorani taniyapti. Bu gapcha janobi Arvalom qo'shmandi. U muxti, meni bu yak shu evatdi. Narsa keraklaringlarni tezroq chiqishtiringlar. Ular hozirla yetib kelishi mumkin. Arvalo sizlarni qichishga tayyor bo'lsin dedi. Nim bo'ldingiz? Boshqa ishlar bo'lib ketyapsizmi? Ishni bo'lib, biroz beram bo'ldi. Bir daqiqa chiqish bo'lib qoldi. Yana havosini o'zishib ketadigan o'xshaydi. O'zlashib ketasiz. Asli teningiz ojiz bo'lsa kerak. Ketish xiyolingiz bo'lsa, ketsingizmi bo'ladi? Yo'q. Kelgandan keyin oxirgi chiday. İnanını qandaq bilishimiz? 20 million leysni Tan yermedin bilishimizmi? Yo'q, o'g'lim. Hammasini sen al. Hammasini? Mening birli shartimga ko'nsangli bo'ldi. 20 million leys mening buldig'ali bo'lsa, har qanday shartga ma'qul deyman. Martin, mening shartim oddiyla. U direkni sen yolg'iz o'zing tutding. Bu ishga mening hech qanday chetishligim yo'q. Tamamen bo'ladi, Shanvi. Yana bir gap. Uning asli qiyofatini hozirla ichib tashlaysan. Mehmonlarning oldidami? Shundaq, mehmonlarning oldidala. Men bu tekbas xotinning mizi chuvilgandan keyingi basharsini ko'rmoqchi. Bir ig'izli gap qilsangiz, biz abadiy bugun oqshomdagidek baxtli bo'lardik. Meni kechiring, gapingizni endi anglayolmayman. Hozir rostilla mijozim. Chiroyingiz totirib ketibdi. Men berib doktor chaqirib kelaymi? Yo'q, chaqirtmang. Charchab ketgan o'xshayman. Men dadamni qishib olib qo'ya olasizmi? Acaba siz meni ozroq bo'lsin umidlantirmay ketamsiz? Umidlantirmay? Shundaq. Biroq o'zimda umid yo'qtirsa, meni yaxshi ko'rmamsiz. Sizni bahmi yaxshi ko'raman. Amsi ayting, men bilan to'y qilamsiz? Yo'q, bu mumkin emas.
Agar chin dilingizdan erishmoqchi bo'lsangiz, dunyoda mumkin bo'lmaydigan ish yo'q. Bu reallik emas. Amis nima? Buni deyamayman. Menga kelgan ofat. Kechiring, janob Arvalo. Bu xinim bilan ikki qiz paranglashsam bo'ladimi? Bu xinim bilan sening nima aloqang bor? Bu yoqni tanimsiz? Yo'q, tanimayman. Nima bo'ldingiz? Butun badaningiz titraydi. Bu bekor titrak emas. Janob Martin. Nima ishingning balig'ini aytishni xohlamasang, amsi bu yerdan nerkat. Meni zodi dadetsangiz, buningga hech qancha ish ketmaydi. Nayt afsus. Hammalarning oldida jakalaydigan bo'ldim. Bu qiz. Siz qo'ltiqlab olgan bu qiz. Qashqon qul. Carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Qizim. Meni shuncha odamning oldida haqoratlaydigan nima qilma? Buni amiringizni so'rang. U o'zining nerda turish kerakligini biladi. Isilzodlar bas so'rindimi yoki qullarning kapsidimi? Qo'li kapshima. Lekin bu o'zingiz topgan xapchilik. Janoblar quloq solinglar. Ben yeni bir qetib etib qo'yay. Baba Seynadagi isilzodlar ichi kirib olgan bu xinim asli bir qashqun didak. Qashqun didak. Men buni hozir olib ketib, egisini qo'liga topshirib beraman. Dada, nima degan sanchilik bu? Sen bir saran, usul chiqqan mutaham, numussiz aroqkash. Yo'q, men janobi Martinni bilaman. Buning asosi bor. Bu yanpash uribli topgan gap emas. Martin tuhmat qilib o'tdi. Men g'arazlik haqorat qilib o'tdi. Teşlangaysizlar. Men haqni haqoratlashiga yo'l qo'ya olmayman. Men har qaysinglarga Minas pochta gazetidagi bir yangi xabarni o'qib beray. Agar yolg'on aytgan bo'lsam, yuzimga tikansanglarmi mayli yoki derizdan tashlab olsanglarmi mayli?
u deydak Rio de Janeiro oblastining Campos shahridagi Santa Cruz qo'riqidan qaçqan. İsmi Izora. Andres, bichara qizimiz uxlab qoldi. Voy, muhim narsani olsaqli bo'ldi. Ularning keldigan vaqti bo'lib qoldi. Qo'rqma Santa, biz qochib ketalaymiz. U dedakni tutib akapagichilarga barliq chiqimini ko'taygandan sirt 20 million leys inom berildi. U kulgan chaqda tishlarining qardab ketganligini ko'rgandim. Tirnoqlarimi ko'kirib ketibdi ekan. Naydir ashanki, ahvol e'londiki bilan o'xshash. Qarg'u odamlar bu ayolning qochqin dedak ekanligini ko'rolmaydi. Shundaqdimi har qaysinglarni to'liq ishontirish uchun uning so'l ko'ksida kepinak shakllik bir tamg'ining bor yo'qligini tekshirib baqsaqli bo'ladi. Janoblar, buni isbotlash nihoyat oson. Nerto? U mayli dedak olsun bo'lmasin, paskini qo'lini uni tekkizishga olma. O'zing bismil Arvalo. Uni qilin. Arvalo sen yo'qmoqchi. Janoblar. Bu ish to'g'risida talashmanglar. Meni kechiringlar. Men yaxshi qilmadim. Men eski. Biroq egam ko'rib turibdi. Men bo'lsam ziyonkashlik uchirgan bir bechora. Qadrli. Mozik chilinsin. Chopsan bo'linglar. Emma bularni biz derdik. Aslida u kimligimizni bilmay, bizni sinab baqilib ketgan. Biz dörtlik qilib oldinib ketibdik. Oldirma. Bu ish mushnolar tugamaydi. Ervila. Kimligimni bilib bo'ldingiz. Ismim Izora. Bu ism texnik chiroyli ekan. Sizlar ranjimasanglar, janobi Arvalo bilan birdam yolg'iz qolsam. Hozir nomusiz o'lgidek bo'vassam, butun ahvolimni sizga aytib beray da'vatim. Nahayt obdan bo'ldi. Arvaloning shu tigpas didakni deb bizning qizimizni tashlab o'tganligini hamma mehmon uqdi. Biroq Losiya aylardan yoqtirib qoldi. Qizimiz cho'qim baxtli bo'ldi. Losiyaning baxtli bo'lishi cho'qim. Arvalo joyisi ne edi? Endi qanday qilishimizni bilmayapman. Biz yana uya biyalarda mo'kinib yuramizmi? Shuni ichinglar, ular meni olib ketsin. Yo'q. Dakka tushirganimni azobga. Shu yaxshidek turdi. Sen mitin? Kechiringlar. Bo'chaq bo'lgan gap sizlarni avar qildim. Sizlarni aql ko'ztigan bir odamga muhtoj deb kelishim. Elardo advokat. Baba Sayna bo'yicha eng yaxshi advokatlar. Men sizni Izorani olib ketmoqchi bo'lgan hali xumparmikin debdiman. U bundaq kechda sizlarni deb bu yerga kelmaydi. Rasmi? Ras. Bir qulni tutish uchun u texi ba'zi qonuniy rasmiyatdan o'tish kerak. Rahmat sana do'stim. Shuncha kechda bizni yo'qlab kelsa. Biz nima qilishimizni bilmay titildab turatdik. Sening yordamingga muhtoj. Qanday qilish kerakligini o'ttaraq o'ylanaylik. Bugun choy ichgan kun o'tdi. Bu qutlug' kunini qalaymagan qilib etdik. Undaq dema Arvalo. Boshqa kun ichganda esqatgan odam haqiqiy og'ini bo'ladi. Do'stim, bugun biz Dionsiyo Beyzadning qo'rqiq maqmoqchi. Shunga har qaysinglarni oddiy bir piyola choyga chaqirdik. Qizimiz bilan kuyovlimiz uzungacha shu yerda turmoqchi. Kesib aytamanki, atiman nurg'un pulga ega bo'laman. Shuningdan e'tiboran turmushim bayoshat o'tadi. Har qaysinglarni at oshxona chillayman. Pul mana mendan. Tayyorliqlar bitib qoldi. Sizchi u bugun keladimi? Siz Martinning mijozini bilmaysiz. O 20 million lesni deb onasini setib etishga yonmaydi. Bu vaqtni ufutilish uchun uduqmanglar.
Onun işini mən işbirey. Chiroyliq didakka isilzodi boyvachchi Amrakan da. Agar shapaloq yemay desang, chaqchaqni ozroq qil. O'zingni besib ol. Bo'ladi. Chaqchaq qilmay, rasmiy ish to'g'riliq so'zlashayli. Bu yaqsaqchi boshlig'i do'standas bo'ladi. Biz bu didakni olib ketib, Santa Cruz qo'riqidagi xo'jayini Leonsio'ga topshirib bermoqchi. Anita, Santa Cruz qo'riq qaytib kelib, qandaqroq hissiyatda bo'lyapti? Bu yer ko'p o'zgarib ketibdi. Bugundan boshlab bu yer sizning uyingiz. Bu yerni boshqarishga qulloq buyruq tushirishga haqliq. Bir og'iz gap. Hozirdan boshlab siz oilamizning ayol xo'jayini. Buni ko'rib baq. Qonuniy rasmiyatlar to'liq. Janobi Santos, bu buyruq qonuniy kuchga ega emas. Mening bundaq deyishda qonuniy asosim bor. Uning xo'jayini janobi Leonsio'dan boshqa hech qanday odam u qizni olib ketolmaydi. U qonuniy vakilni emassi, bu boshqa gap. Senda janobi Leonsio qo'l qo'ygan avval xati bormi, Martin? Menda bor. Bana hech qanday avval xating lozim yo'q. Sen meni aldamoqchimi? Bu yoqdagi bu o'g'irlik. Men bu anzni enchik tahlil qildim. Janobi Arvalo fazilatli oq ko'ngil yigit. Shunga men bu didakni haqiqiy xo'jayini yoki uning vakili kagicha Janobi Arvaloning himoyasiga kelib tursa deb taklif berman. Qandoq deysiz? To'g'ri gap. Janobi Arvalo himoyasiga kelib tursa bo'ladi. Bora olamsiz. Mush pulni elish uchun men hatto o'tga kirishga rozi. Buni eling. Yo'l rasxotingizni men beray. Sizdan Santa Cruz qo'riqiga berib, Leonsio'ning o'z bilan ko'rishing. Biz uni yengolmaymiz. Butkul jamiyat uni himoya qildi. Elardo buning chorasini izlayotdi. Uning hech qanday foydasi bo'lmasmikin? Baribir hech kim bizning tarafimizni olmaydi. Meningcha har qanday odamning ojizligi bo'ladi. Agar biz Leonsio'ning biror ojizligini bilgan bo'lsak, u chaqda ojizligini? Uning foydasiz biror ishini bilamsiz? Eras Leonsio bir jinoyat o'tkazgan. Buning Santago. U uning jinoyatini o'z ko'zi bilan ko'ribdi. Biroq haqla qulning gapiga ishonami? Siz nazariya jihatdan shunday da'vatamsiz yoki Leonsio rostli jinoyat o'tkazganmidi? U boshqalarga buyurib, xotini Malvina bilan Tobiasni o'ldirgizib etgan. Kesib eta olamsiz? Santa o'z ko'zi bilan ko'ribdi ekan. Bu rost bo'lsa, ahvol butunlay boshqacha bo'ladi. Nima ishga menga balduroq aytmadingiz? Janobi Leonsio'ning qo'riqi mushumi? Shundoq janob. Xudoga shukr. Men texi menga topamasmanmikin deb ansirdim. Kayicha erib o'layli dedim. Xil jirohiyatga yoqishmamsiz. Jirohiyatdan keldim. Xo'jayiningni chaqirib kir. O ishkelani uning buyrug'i bilan o'ldirilganiga guvohlik bera olamsan? Malvina xonimning kirib ketganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Keyin tugmanga o't ketdi. Ular Malvina xonim ekanligini bilmay qoldi. Bu gapingga qaraganda u xumpar Malvinani izora deb qag'oqshimamdi. Cho'qim shundoq. Keyin men Fransiskoga tugmanga Malvina xonim bilan birga borgan desam, birdan uning chiroyi sag'rib ketdi. Tugmanga o't qo'ydirib etgan cho'qim Leonsio. Santa, sen bu gaplarni boshqa har qanday odamning oldida deyishga jur'at qila olamsan? Men qo'rqaman janobi Arvalo. Agar yonimda o'z odamlarim bo'lsa, o'chog'i daverma. Men Leonsioga tishtirnig'imgacha o'ch. U vijdonsizni o'z mayliga qo'yib atgil bo'lmaydi. Uning advini berish kerak. Izorag'i foydali bo'ldi ekan, albatta deyman. Kimning oldida bo'lsa, daverma. Elardo, sen qanday qaraysan?
Bilmayman, Arvalo. O'ylab boqay. Izoran hozir puli bor bir odam qo'g'dab turayotgan bo'lsa-mu, u sizning changilingizni qechib qutulolmaydi. Men uni tansida tunib qoldim. Baba Seyna. Uning Qashqon qul ekanligini butun shahardagidek bilib ketdi. Janobi Martin, Izorani imoyisiga olgan odamning ismi kim dedingiz? Arvalo. U nayt abroyliq. Boy odam. Biroq u sizning qo'l qo'ygan havola qitingizni epaga vakilingizning oldida amalsiz. Buni Arvalomi biladi? Siz nima qilmoq xat yozmadingiz? Baba Saynaga o'zimni bora olaydim. Onu tanıp olgan kunilar yo'lga chiqdim. Menga ismsiz xat yozishning o'rniga ismingiz bilan xat yozsangizmi bo'ladi? Janobi Martin, sizga tegishli inomni bermaymi qo'ymaydi. Qanday ismsiz xat u? Bo'ldi, u gapni qo'yib turayli. Hozirgi muhim ish Izorani tepib, qo'rqi yondirib kelish. Sizning da'vatqingiz qanday xat? Menga yozgan bir necha poch ismsiz xatingizni da'vatiman. U xatlarda Izoraning boy yerini bilman deb ekansiz. Men sizga hech qanday xat yozmagandim-ku. Hozir chaqchaq qiladigan vaqt emas, janobi Martin. Rostimni aytsam, sizga bir qitim xat yozmadim. Menga ishindiganligingizni deyishingiz kerak. Qandaq zaruriyatdan nega bormoqchisiz? Bir yak bormoqchiman, ko'p bo'lsa, bir haftada qaytib kelaman. Aytgan nima qilib borsiz? Hozir aytqilib bo'lmaydi. Siz menga ishonamsiz? Aytmasangiz zot bo'lmaydi. Bir ish bilan boraman, toza ishonchimmi yo'q. U ishdan umid tug'ilsa, ondan sizga deb beray. Bardoshlik bera olamanmi? Xuddi bir ish bo'ldigandek ertadan kechgacha andish ichida o'tadigan bo'ldim. Dadingiz bilan Santa, Andreslamo, yeningizda bog'i, janobilardo sizlar bilan ko'rishib turdi. Hargiz qo'rqmang, men pat orqa qaytib kelaman. Nega bordiganligingiz bilgim batdi. Men mushu ijtimoiy ishining demakchi. Men tezda qaytib kelaman. Siz menga ishonamsiz? Albatta ishonaman. Qaroringizni nima ishga o'zgartdingiz? U qullaringizga qiziqmaydigan bo'lib qoldingizmi? Hargiz undaq emas. Uning aksicha. O qullarimni tezroq qo'rqi yondirib kelib-olsam deyman. Mana bu havola xatini sizga beray. Siz Baba Saynaga berib mening nomimda ish qilib bersangiz bo'ladi. Bu sizning yo'l kiroyingiz. Buning ichida bu qatimga ham kelar qatim qullan ep kelishga yetkidek pul bor. Men sizga tamamen ishonaman. Shunga men bormasammi bo'la? Bo'ladi demsa, siz xotirjam bo'ling. Men cho'qim qullaringizni tez yetkazib beraman. Nayt yaxshi. Siz qullan ep kelgan aman berishga tegishlik inomni qo'lingizga cho'qim beraman. Meni birisi chaqiryapti-da. Ha, chiroyli bir yigit. U atrofdagi chig'ir yo'lni saqlab turdi. Fransisko degan qumparning o'yin emas-ku yana. Buni o'qimadim. Qarag'anda u yigit yaxshi odamdek qiladi. Kiyib olgan kiyimlarim shundaratlik. Shundoq Murita, ba'zida alvastimi shundoq chiroyli kiyinib oladi. Ma'qul, men boray, berib ko'rib boqay, u meni zodi nimaga izladi ekan. Yanvariya. Oy xudoyim. Kechiring. Janob, siz meni chaqirganmi? Bo'shroq gap qiling. Men bo'sh gap qilishni bilmayman, janob. Ovozim bo'shdoq yo'g'on. Puxtum. Ovozingizdan qaraganda Yanvariya bo'lsangiz kerak. U men gapingizni qilib beradi. U degan kim? Janobi Hilardo, men tushungansiz. Izora bek tildab ketyapti. Arvalo ko'p bo'lsa bir haftada qaytib kelaman degan. Uning ketganiga bir hafta bo'ldi. Uning nega, nimish bilan ketganligini cho'qim bilishim kerak. Sizning xabaringiz bormi? Xabarim bor. Xabaringiz Usmonga aytib ber. Men Arvaloga hech kim ketmayman deb va'da bergan. Arvaloning sirtqa chiqib ketishi Izora bilan munosabatlikmi? Shundoq. Arvaloning bu qitim sirtqa chiqib ketishi nayt xatarlik. Siz uning meni deb bunda qaramlik qilishiga yo'l qo'ymasligingiz kerakdi. Xotirjam bo'ling Izora. Arvaloga hech ish bo'lmaydi. Santa shu chog'da nima ish qilmayapti? Ular Andresni tutib olib, agar aytib qo'ysang, Andresni urib o'ltiramiz deb qo'rqitib bitibdi. U muras bechora qiz qanchalik azoblangandi.
u Malvinani nayt yaxshi ko'rdi ekan. Shung u qizning ismini Malvina qo'ydi. O qiz nayt umaq. Parvardigorim, Andres bilan Santaning qizini bakmi ko'gim kelyotdi. Siz men Fransiskoning naytligini deb bergan bo'lsangiz, ularga jiq yordam bergan bo'lardingiz. Siz o uchiga chiqqan askini biz tarafda surdi deb o'ylamsiz. Onu bir chekib baqay. Men uning pul berma. Nurg'un pul berma. Onunğa pul bersangiz qandaq bo'larkin? Bu xumpar nomusni bilmaydigan iflos pul desa, hatto onasini setib etishdan yanmaydi. Amdiki gap ikkinchi qadamni qandaq besishdi qoldi. Sizcha qandaq qilsak muvofiq bo'lar? Mening bu ishga aralashganimni hech kim bilmasin, Juma. Shanvey. Leonsiyo'ga yozilgan eliqi nomsiz xatlarni siz yozmagansiz. Yo'q, men yozmagan. Lekin biz tiz qo'lsamiz bo'lmaydi. Taklifingiz tasımı beymani taklifkan. Masalan, men sizga 50 million lis bersam, bu taklifim yana beymani olamdi. 50 milyon lis? Men o'g'il bola. Gapimdan yanmayman. Siz mi bilasiz, haqiqiy ahvolni deydigan bo'lsam, bu ishga men chetilib qolaman. Ahvol siz o'ylagandek ig'ir bo'lmaydi, Fransisko efendi. Sizga o pulni bergandan sirt eng yaxshi advokatdan birini topib berma. O sizning xo'jayiningizning buyrug'i bilan shunday qilishga majbur bo'lganligingizni isbotlab chiqdi. Sud sizga nayt yengil jazo berdi. Baş jinoyatchi Leonsiyo tursa. Nayt yengil jazo. Siz unda deganingiz bilan vaqti kelganda turmada siz yotmaysizlar. Yana bir gap, siz uchun Tangri bilan inson oldidagi vijdoniy azobingizni yeniklatishning chorasi turmadan chiqqandan keyin 50 million lisga erishsiz. O chaqda yangidan odam bo'lasiz. Qo'riqdan birini setib olsangiz bo'ladi. Bu shartlaringizni o'ylab baqsam bo'g'day. Taklifingiz meni xeyli qiziqtirdi. Biroq men sizning o'ylanishingizga ko'p vaqt beramayman. Tushdan keyin soat 2 da meni saqlang. Mening vaqtim qisqachimi? Sizga cho'qim aniq javob beraman. Soat 2 da nechada saqlang? Bo'ladi. Sizni saqlay. O cho'qim Izoraning Martin aytgan heliqi himoyachisi. Arvalo. To'g'ri, men bu ismni anglagan. Arvalo. To'g'ri, dal shu. O menga sizni setish badiliga 50 million va'da qildi. 50 million leysni deb turmining azobini yetkich tatsan, shundaqmi? Onunga albatta ma'qul demayman. O mening javobimni saqlayotdi. Bu ishni menga deb nayt yaxshi qilding. Men azaldan mard odam, senga yomon niyatli bo'lmadim. Og'indochilik niyat qilsang, sodiq bo'lsanglar, pulning ko'zi qarab ketmayman. Sizning mardligingiz menga ayon Bekzodi. U hozir nada? Men bilan men sizni boshlab baray. Onun bilan soat 2 da ko'rishishni kelishib qo'ygan. Nayt yaxshi. Sen berib joyimni chaqirib kel. Men bu itlasni tirik qo'yib atmayman. Uning yerida qurol yo'q deb ayta olamsa? Bo'lsin, ish gap yo'q. Leonsiyo Bekzodi, o'g'rini tutinglar. O'g'ri qo'rqma Yanora. Nima bo'ldi? Bir oqtanlik oshxonaga kirib oldi. U cho'qim o'g'ri. Sen nima deyapsan? Tez bo'linglar. Tez uni tutinglar. Tez bo'l, Fransisko. 1 minutni kechmaylik. Tez boraylik. O'zini qo'rqatdimi? Yo'q, Bekzodi. U oshxonaga o'g'irlikchi kirib olibdi. Boshda uni ko'mabdiman. Keyin ko'rib, qo'rqinimda vaqirib etdim. Biz hech kimni ko'mdik. Boy biz jirat tutdik. Keyin men oshxonaga qechib chiqdim. U eshikdan mehmonxonaga kirib ketdimikin. O odam uyga nima deb keladi? Balkim mendan hisob kelgandi. Men uning bilan chiroyli so'zlashgan, hatto meni unida deb saqlab turgan tursa. Bundaq odamga ishnib bo'lmaydi, Fransisko. Ishkirga o'yladimi? Hech kim yo'q, Bekzodi. Yana bir aqtiringlar. Bo'ling pushqoqlarmi, qamisin. Isming nima? Rita. Rahmat sana. Menga dal vaqtida xabar qilding. Rahmatni yanvar yog'disingiz bo'ldi. O mushcharni o'ylab deb ularni qaymoqtirib atdi. Hamsa rahmatimni uning aytib qo'y. Chapsam men. Ular hozirlik yetib keladi. Siz Izorani ko'rib turamsiz? Cho'qim ko'raman.
Siz onunğa Ritasını sevginipti dep koyun. Biz hemimiz onun için dua qilib turatimiz. Sizning xetingiz Begzade. Rahmat. Kechiring janobi Matosu. Ko'ravering. Bu gapchi u boshqa odam ekanda. Nima deyapsiz? Hech nima. O'zimga qilyaptimi? Martin degan odam bu imzosiz xatni men yozmagan degan bu. Degan, uning bu haqda yolg'on aytish mojatsiz. U menga Andra Tashanvoy yozmadi. E'lonni Izoraga bog'lagan odam shu dedi. U imzosiz xat Martinla Izorani tansida tunilishdan ilgari yozilgan. Amasi u sizni nemishqa baldir izlab kelmaydi. Bu bir tepishmoq. Har odamning o'z bildigan qiyinchilik bo'ladi. Nimali bo'lsin, Izora pat ardi qo'riqda. Paydo bo'lgan bo'ldi. Mayli Martin yoki imzosiz xat yozgan odam bo'lsin. Qaysi Izorani baldir akilalasa, pulni shuningga beraman. Sizningcha janobi Arvalo Izorani Leonsiyoga topshirib bermaslikka Martinni ko'ndiralarmi? Buning ishonchim kamil. 30 milyon lis. 10 milyon ortiq degan gap. Siz menga rostli 30 million beramsiz? Sen faqat Leonsiyoning yiniga berib, Izorani e'londagi qochqin dedak emasga antsangli bo'ladi. Gapingizdan yenib olsangiz, men qanday qilaman? Sen mening gapimni yenib olganligimni anglab baqqanmi? Yo'l kirasiz-ku. Bu qisqa yo'l emas. Yo'l kirasini albatta men beraman. Baba seni qaytib kelganda pulni qo'lingga olasan. Agar u ishonmay, baba senaga o'zi kelsa, u joqda qanday bo'ladi? U mening ishim. 30 milyon lis uchun azroq yo'l menish hech gap emas. 30 milyon? Naq pul beraman. Bo'ladi. Serdla yo'lga chiqay. U odamning taqdirqi qandayroq? Rostini etsam, birovning chiligiga sapsanmaydigan odatim bor Begzode. Uning kiyimlari ratikmi? Ras. Kiyimlari pozor, bir qarabli pulluq, tarbiya ko'rgan odamligini bilgili bo'ladi. Qaddi qomati xilil joyda. Qaddi qomati joyda? Uni siz bilan selishtirib bo'lmaydi. Mendan yoshmi, qermi? Sizdan yosh. Ahmoqning yana bir skaptida. Izora u xumparni yaxshi ko'rib qolgan nima? U kimning haqiqiy agakligini men-ku bilmaydi. Bu gapingiz qaraganda uningga tarlig'ingiz kelyotgandi nima? To'g'ri dedim Fransisko. Uningga tarlig'im kelyotdi. Odam hayotida ko'ngildagi gapni qilmay qolmaydi. O'z-o'ziga bo'lsinmi deydi. Rostli tarlig'im kelyotdi. Men u odamning Izorani bag'riga bosdiganligini, suydiganligini o'ylasam g'azabdan titrab ketaman. Buningga men ixra. Nemishqa o'zingizni qiynaysiz? Izora bir necha kundan keyin qaytib keladi. U odam Izoraning keyindan keladigan bo'lsa, jajisi bir pay o'q. Lekin Izora menga tushunmaydi. Nimani tushunmaydi? Mening yuragimni, tatayotgan azobimni. Uni bir minutmi? Esimdan ko'tarib o'tamayman. Buni u bilsa bo'ladi. Bunda xiyolada bo'lmang. Ya Martin ya bo'lmasa imzosiz xat yozgan odam Izorani pat orda olib keladi. Hozir balkim yo'l ustidadir. Ko'proq mushni o'ylang. Turib turing, kirib Begzodga aytay. Qandaq? Qullarimni akeldingizmi? Shuncha uzun yo'lni besib kelsam, bir eg'iz takalluf gapingizmi yo'qmi? Kechiring Martin efendi. Qani o'ltiring. Qullarimni ko'rishga aldirab ketdim. Unutib qopdimi? Ularning qochib ketganiga uzun bo'ldi.
Sizni ko'rib bak xushal bo'lib ketdim. Qarang, mehmonga bo'lgan hurmatkim sal qarg'inimni. Bir narsa ichamsiz? Bir andi ichay. Üsteshingizni chang besibdi. Yo'lda japat atgansiz. Baba Seynadin poytaxtga ancha emas. Yomg'ir yoqqashqimi yo'l bo'yi to'pib ko'midim. Ammo poytaxtdan bu yergacha yo'l azobini xeyli tatdim. Birdamdan keyin rohatinni bir junib oling. Ondan bir oz dam olib g'izolinib oling. Siz mening aziz mehmonim. Sizga bo'lgan hurmatim yuzidan bir qadahdan ichay. Izora qani. Qarag'anda g'albi bilan kelgandek emas-ku siz. Men sizdan kechirim so'rayman. O'tgan men xatolashib ketganman. Sizning qo'llaringizni tanib oldim deb tekshirib ko'maylar oldirib sizga xabar qilib ketganman. Sizdan olgan inamga qiziqib, shunda qilganligimga iqrorman. Bu gapchi Izorani kamabsizdi. Meni kechirsangiz. O'tganda men sizga degan o qiz sizning dedikingiz emas ekan. Siz menga chaqchaq qilyapmaydigansiz. Yo'q. Bundaq jiddiy masala qanday chaqchaq qilib bo'lsin. Men shuncha uzun yo'lni besib kelishim, sizga ahvolni aytib qo'yish, sizdan kechirim so'rash uchun edi. Xato qilganligim uchun men aybli. Xato bo'lishi mumkin emas. E'londa shundoq aniq yozilgan tursa, ondan o'zingizmi Izorani o'z iqror qildi dedingiz. Baba Seynadagi o qiz e'londagi qizga o'xshamaydi ekan, badanida kepinak shakllik, tamg'imi yo'q ekan. Men hamma tekshirib ko'rdim. Bir amal qilib, uni yeb o'tgan gap. O qiz Izorani egizgan. Xeyli egizgan. Buni qanday bildingiz? Bu balkim ta'siratingizdir. Onun ismi Ervila, Janob Leonsio. Men uning guvohnomasini tekshirib ko'rdim. Hammasi qonunli ekan. Poytaxtdagi nurg'un yuzlik odamlar uni taniydi ekan. Ularni guvohlikni o'tmoqchi bo'lishdi. Menga ma'lum, men kechirgisiz xatolik o'tkazdim. Men bu ishni o'qib qo'llaringiz davomli izlashingizga daxl etmasin deb o'ylab, sizdan kechirim so'rag'ili. Darhol yo'lga chiqdim. Yo'q, bu gaplaringiz yolg'on. Meni kechiring. Deganlarimning hammasi rost. Afsuslanganim siz va'da qilgan in'omni ololmaydigan bo'ldim. Bu gaplaringizning hammasi yolg'on. Janob Leonsio, uyini olishimga ruxsat qilsangiz, sizdan to'liq rozi bo'lardim. Bakkirlashib ketdim. Ko'zimda yo'qol. Men uzun yo'l minib, sizga haqiqiy ahvolni aytib qo'yg'il keldim-ku. Hech bo'lmaganda otlarimga bir narsa berishni buyursangiz. Piyoda qaytib ket. Yo'qol. Kalma. Mas'uliyatsiz xumbar. Mutham. Andish qilmanglar. Martin Leonson cho'qim ishondirdi. Oningda gap yo'q. Chunki uni nurg'un pul kutib turdi-da. Bundan keyin qanday bo'lib ketdi? Leonson shu gap bilan lab bo'ldi qilami? Biz xotirjam yuraveramizmi? O bizni yana izlamasmi? Men o'zimni ma'lum qilay, buningdan boshqa chora yo'q. U yerda yo'shirinib yurib ansizlikda o'tish mangimi? Boshqalarga foydasiz. Xotirjam bo'ling, shunday qilib vaqt tutamiz. Kechiring, janob Arvalo. Mening ansiraydiganim vaqt tutamay qolamizmikin deyman. Meningcha endi saqlab o'ltamayli. Bundaq sharoitda yashash bizga zodi xotirjamlik olib kelmaydi. Shunga biz keskin chora tepishimiz kerak. Gapingiz to'g'ri. Men bir keskin chora o'ylab qo'ygan. Deb beqinga. Qanday chora? Topgan choram chet elga chiqib ketish. Sizmi biz bilan birga qochmoqchimi? Shundaq kechish desakmi bo'ladi. Lekin men buni o'z baxtimdan kendim ishlab o'ylayman. Tunigini Ilardoga bu planimning ishga oshmasligini o'ylab boqishni aytdim.
Men mi bilime bu aqlanchar emas. Aqlan emas. Men hammadan qo'l uzib, qo'riqimni, mal-varalarimni setib etishni qaror qildim. Barliq mal-mulkimni sotmoqchiman. Bu bo'ladigan chora ekan. Siz biz bilan maqsadingiz xavfli emasmi? Kimidan birini topsaqlar, xavfdan qutulib ketalaymiz. Nereden tapmiz? Elardo kimi setib olishni asirtdan uqishyapti. Tajribali kimichilarni yollamasaq, udul Amerikaga ketalaymiz. Urushdan keyin Amerikaning janubida nurg'unlagan yaxshi qo'riqlar setilib o'tibdi. Amerikaga berib olsaqlar, Georgiya yoki boshqa yerlar bo'lsa mayli, u chaqda Leonsio bizni zadil izlab topamaydi. Xotirjam bo'l do'stya. Arvalu mal-mulklarini sitotidu. Bizning o'ylig'inimizdimi tez. Albatta, oldirab sotganda bir mun ziyon tortilgan gap. Ular pat arada yo'lga chiqdi. O chaqda hech qanday odam izorana bir tal moyig'im teganmaydi. Uni xato ko'rib qolmagansiz. Cho'qimchi, sizga imzosi xat yozib ekan. U mehmonxonada o'ltirib sizni saqlayadi. Uning bilan paranlashdingmi? Bu cho'qim sizga tasodif tuyuldi. Tasodifiy ishlarning zaribsiga endi chidamayman. Menga tasodifiy xushallik kerak. Tezroq kiring. U yoq izorani akab berma deb qasam ichdi. U ayol babasini turdi ekan. Martin degan avoq sizni aldabdi. Sizga imzosi xat yozgan ayol mana shu. Nayt xushalman. Caindo na anca, embalando o berço do filho do Senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do Senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Sizni saqlayotganimga uzun bo'ldi. Rastamni aytsam, siz mo'ljarimdan kechikib keldingiz. Baba Seyna bilan bu yerning orlig'i bekshiraq ekan. Na iloj poytaxtda bir necha kun turib qoldim. Siz Baba Seyna turamsiz? Shundaq. Turdigan yerim shahardan xilli yiroq. Yana shu yer turamdim turmamdim buningga bir narsa deyolmayman. Bu xonimga usuzlik keltirib obdan kutinglar. Ismingiz nima bo'ldi? Enita, xizmatingizga tayyorman.
Anita xonim jiroq safardan keldi, charchab ketgandi. Shundaq, Begzada. Qaraganda xonim qullarimning nahligini bildigan o'xshamamsiz. Nayt aniq bilaman. Bugunmi? Ha, Arvalo pulni tayyor qilib qo'ydi. Uni bugun tushungi soat 11 da Megil apandining uyidan topa olaysan. Nemish Arvaloning uyiga bormay, Megil apandining uyiga boraman. Arvaloning babasida endi uyi yo'q. Tek xabaring yo'qmi? Xabarim bor. U qo'rqitib ba'zi narsalarni setibdi deb anglagan. Hammasini setib etdi. Nemishqa? Ular nega bormoqchi? Men qarab ho'shlarning qaring bo'lsin, Martin. Megil apandining uyiga berib pulingni ilib ol. Ondan bu ishlarning hammasini unutib ketdi. Qara Karmen. Mushaning hammasi Braziliyaga tava. Bizning Braziliya kichik emaskan Jumo Almeyda. Ular mana mushada parxodga chiqdi. Mana mavo Viktoriyaning yonidagi Espirito. Dengizni bo'ylab o'dil shimolga mangsa, Resipiya bilan Portalizani besib o'tdi. Ular yayrab ketgidekda. Ular ekvatordan kesib o'tib shimoliy yarim sharga chiqdi. U yerda eglik tiklaydi. Ras Arvalo haqiqatan qaltis jangni tanlabdi. Ularning safari o'ngishli bo'lsin, ilohim. $20 milyon 850 ming. 20 milyon 900 ming. 20 milyon 950 ming. 30 milyon. Çataq yo'q. 30 milyon deyiz. Xato sanab qo'yma, Martin. Men yana bir ishni so'rab olay. Sizlar nega bormoqchi? Amazonasga bormoqchi-ku deyman. Anglasam u yer odam bormaydigan cho'l ekan. Buningdan g'am qilib ketmasang bo'la. Bardigan yerimiz o'zimizga ma'lum. Endi bizni hech kim to'siy olmaydi. Bak ishonchlik so'zlaysan-ku. Arvadim birini kira qilsamla boshqalarning qulini epqa chiqib ketalayman deb o'ylamsan. Martin, baba Zeynatki qizni nemiga asoslanib mening qulimdan egiz dedin. Menden 100 eurogidek bu boyvachsan qanchalik pul berdi? 2 essa. 3 essimi? Bu ishning men bilan aloqasi yo'q. Bu pul mening emas, Arvaloning. Yolg'on gap qilganliging uchun seni turmuga olib beralayman. Siz shundaqmi qilasizmi? Bo'ldi. Avval qullarimni olib ketib turay. Sizda qo'lga ilish buyrug'i bormi? Albatta bor. Men azaldan qonun bo'yicha ish qilib kelgan. Janob Gavalo, ishni boshlang. Janob Gavalo soqchi boshlig'i. Qo'limda qonun rasmiyatlar to'liq. Ko'rib baqsam bo'lamdi. Sen Andres. Sen Santa. Izora, senmi? Derhal harbiga chiqish. Bo'ldi qil, Megil apandi. Qarshilik qilganing beka. Sirtda yana 20 necha odam bor. Raqiblarimga qanday taqobil turishni bilaman. Hammasini bağlanlar. Bu senin balanmı? He. Mening balam. İsmi Malvina. Malvina. Nima degan ta'sirlik ya? Sağlamken teği. Çoğun bo'lsa uy ish qildigan yaramli qul bo'g'dek. İkimiz ayrim paranlasak qandaq? Nima ish? Rasvo bog'iningizga ochig'ingiz keldi, shundaqmi? Bu bir fojia bo'ldi. Buni chetil qilishimni o'ylamabdi ekanman.
Biroq chetilib qolsammi, oxirgi hisobda yaxshi odam bo'lishni orzu qilib edim. Yaxshi odam degan harom dunyoni olamdi. Baya o'zim dedim. Bu pul Arvalona. İzoraning o'rlik chiqishi uchun men sizga 800 million lis beray. Naq pul beraman. Agar buningga unimisangiz, men sizni rost sarang o'qib qopti deyman. Rost deysiz. Balkim sarangdirman. Bu gapchi unimamsiz. Qanchalik pul berganingiz bilan sotmayman. Bu nima uchun? Nima uchun? Izora sizni menga yaxshi ko'rmaydi. Bu ishimni siz ahmoqona deb o'ylaydigansiz. Ammo Xudo menga yer, mening muhabbatim yuksak muhabbat. Bizning yuraklarimiz bir-biriga jug'urilib ketgan, mayli siz yoki boshqa birisi bo'lsin, har qanday adolatsiz qonun bo'lsin, bizning muhabbatimizni cheklayolmaydi. Heyliqi qiz qandoq bo'la? Qandoq bo'lmoqchi? Boshqa qo'llarga o'xshashli bo'lmamdi. Men u odam bilan paranglashib boqay deyman. Lyonso bilanmi? Izoraning bu yerligini uningga deb bergan odamni bilib boqqin ba. Avar bo'lmang. Yeligo 800 million leysken. Menga butun dunyoni bersangizmi uni sotmayman. Obro'yimga munosabatli ishda hargiz yo'l qo'ymayman. Bilib qo'ying, Izora mening. Buni hech qanday odam o'zgartirmaydi. Buncha bola chiroylilikning sizga nima foydasi? U sizni nazarga olmaydi. Bir didakning menga qanday hissiyati bo'lishi menga baribir. Aqlroq bo'ling, Lyonsio. Aqlroq bo'ling. Bilaman, uni yaxshi ko'rasiz. Talvilarchi yaxshi ko'rasiz. Biroq burningizga yedingiz. Izora sizning muhabbatingizni menga qabul qilmaydi. Uni yaxshi ko'rmanmi? Men Izoranimi? Izorani deb 800 million listini kechiyotsizku. Bu obro'yimga munosabatli ish. Qochqan quldurimni qattiq jazolashim kerak. Men Izorani ezib qo'yib, qamchi bilan savayman. Kimning gapining o'tadiganligini shu chaqda biladim. Uni qo'yuvdinglar. Oldi bilan quldurimni olib ketsam bo'ldi. Janob Gavalo. Diyon. Ularni epmanglar. Siz mingish. Bu ishni qilgan cho'qim shu. Men uning hech nimani bilmagandek bo'lib olib, qochqin qullarning ishlarini xotirlab yurganligini ko'rib qolgan. Izoraning bobi Saynat ekanligini sizga kim deb berganligini aytib bera olasizmi? Men yengildim. Undaq dema. Azoblanayotganligingizni ko'rib yurgim yetishib ketyapti. Sizni so'yayman. Men sizni so'yayman. Siz hayotning menga nima lazzati? Meni unutib ketding. Sizni o'ylamayman deb qasam iching. Yaxshi o'tgan kunlarimizni unutib ketding. Men sizni qandoqmi unutay? Siz bilan birga o'tgan hayot eng ahamiyatli tursa. Ayrılışın keme odamda. Sen aşık məşıqlarının ayrıldığın vaxtınla boldu. Caymey. Bu didəkni söyləyib çıx parvuğu bas. Meni unutmang Izora. Menga eslab turing. Men sizni cho'qim qutqizaman. Ishonchingizni yo'qotmang Izora. Menga ishoning. Meni o'ylab turing. Izora. Izora, oppoq qizim, jinim tikdim, qirjinim tik bo'ldi. Ha, xotin nima deyotlar? Mana.
Etlagin bo'ldi. Ner tur. Ha, ner turinglar. Chapsam balın evağın. İştik evağın. Әмді сән түрмі deyatdı. Sana o'xshash xalqning qullarini ap qochadiganlarning yotadigan joyi shu. Sening makaning shu. Qanchalik yotadiganligingni sot o'zi hukm qiladi. Uningdan boshqa senlarni tutishga ketgan barliq xarajatni sen o'zing to'laysan. Bilib qo'y, bu oz pul emas. Bu balani o'zing topding. Uqdingmi? Bir gapni so'rab olay. Qizim bilan oxirgi bir qatim ko'rishib bo'ladimi? Mening qo'rqimda qizingning kim ekanligini tonimayman. Bu odamni darhol turmaga olib beringlar. O shuncha ko'p jinoyat o'tkazgan tursa, ya'ni nimishki qonun uni qo'g'zaydi. Zodi kallamdan o'tmayotdi. Kechiring janob Enrik, bir yigit sizni izlab kelibdi. Sen paymelisini aytmadimmi? Aytmadi. Sen uni burun ko'rganmi? Burun ko'rgan bo'lsam esimda bo'ladi. Bu nayt kelishgan yigitgan. Ha, uni boshlab kirgan. Yaxshimisizlar? Arvalo. Sen bana adresini berip ağaçtan düşkende beni izle devedin. Bugün sana ağaçtan düşüp geldim. Bana yardım begin. Onun korkuğa qandaq kirgili olar. İzora bilan görüşüşüm gerekti. Bu asan emas Arvalo. Bu ras. Men o'tganda kirgan. Francisco Januariyalar bilan ko'rishgan. Lekin hozir ahvol butunlay boshqacha. Leonsi cho'qim qo'riqining hamma yeriga qorovul qo'yibdi. Sen bilmaysan, Leonsi o'qullarni tutib kelguncha oz haraj tatmadi. Buni bilimi. Men unga nurg'un pul beray degan, lekin u rad qildi. Anglagan 800 million leys. U yerga kirishning bir chorasini topdim. Qandoq chora? Bu sal xatarlik, ammo urinib baqsaq bo'ladi. Oshxonaga kirib ketgan kim? Sen ko'rdingmi? Ikki popdan qiladi u. Bu poplar hammaga do'qirib yuraydik. Undaq dema Roza. Ular kambag'allarni deb keladi. Meni kechiring taqsir. Bizning qo'riqda sadiq berilmaydi, ha. Qo'rqma Januariya. Qo'sqonlar oshqan bo'lsa, ozroq yeydigan nasibotdi. Maslaga chiqib beray. Sana rahmat. Ah ko'ngil mazlum. Ularni sulab qo'ygan yer berib baqay. Bayam ikki qorovul turganda qilgan. Men berib qarab baqay, ha. Turib turinglar. Siz qimog'idek ustikansizmi? Nadikini omad kep qaldiding ha. Yana bir qitim o'ynasaqchi. Bo'pti, o'ynasak o'ynadik. Tez bulinglar, tez. Rita bir qorovulni katta deydi, endi bir silqaga o'xshaydi. Chapsan barayli. 1 minutdan qo'ldan berishga bo'lmaydi. Sana ko'p rahmat, Januariya. Beringlar baldirim, men mesha turib turay. Men bormay, sening omonligingni tilay. Chapsan bo'linglar. Xatar chiqmas. Chiqsami qo'rqmaymiz. Kelgandan keyin oxirgi chiqarish kerak. Francisco tamoq yeyotdi. Leonsi mehmonxonada shish hal o'ynayotdi. Januariya shundoq dedi. Chapsan bo'linglar. Ha,
Fransisko, men sizni kelamikin deb turgandim. Göz sağan günüm kelmey koymaysız. Şundaq mı taqsin? Ajab, mezlik buraydı o. Mezlik. Әмді өзағыны қандарақ сезіп атсы? Arvahla. Bəhmi qaramlıq qıpsız. Әр қанчы қатерлік olsun, әргіз қоқмаймын. Мен женені тікіп қойдым, Изора. Мен сіздің қышыңыз келіп, сізге тәсәлі бершім керекті. Мен сізге мұқтаж. Ola kəməsi çapsaraq ketib alaydı arvalı. Əmdi boğandı. Bugün sizni Ahmet qaçıptı. Mağım Ahmet'nin kelisiga işençem kamil. Yani bir oynağınız barmı? Şundaq, bu da sizde çok umutdimi? Qandaq deysiz? Keçlik tamaqdan keyin oynasak qandaq? Yo'q, onda qilishga bo'lmaydi. Mening bu taklifim ortiqcha emas. Mening toza xumarimni tutgan vaqt. Bo'pti demasa, siz bilan oxirgacha o'ynay. Bu ülgürler. Çapsan bulunma. Kıcaylı. Jaime! Francisco! Yonca başladı! Bununla! Ona kaç gitti! Jaime! Ve Francisco! Bununla! Bu iş lasla! Bu ülgürler! Bu tarafta menla tez. Enrik. Sen harbini mişek to'xtatib qo'yganmi? Ha, mişek to'xtatib qo'ygan. Tez bununla! Ulan çıkır yolunu boylap başa bile kaçtı! Ben bilen mangla. Atını tayarlanla, ulamızdı qilib olsun. O oğurlar jiroq qachamaydi. Çapsan qo'g'langlar. Bizni nega aparsizlar? Avval bizni o'yga boramiz. Uyaga berib, ondan qechishning amalini qilamiz. Cho'qim amal topamiz. Sizlar cho'ng yo'lni bo'ylab qo'g'langlar. Biz chig'ir yo'l bilan mangmiz. Ularni o'ldirmanglar. Izorani oldimga tirkab kelinglar. Tushinglar. Qarshilik qilganlarni etib tashlayman. Tez. Ularni qurol bo'lishi mumkin. Oqtirib hammani elib olinglar. Hasbunallah arvalo! Vajah. Kımırılma. Xudoning ko'zi varki yomon niyatlar yetkazmadi. Hammasini bog'langlar. Kim qarshilik qildi ekan jazisi bir pay yo'q. Mana, tez bol. Mana, chapsan bol demasan bol. İşbaz kullarını töreki bağlanla. Sizlar intayin ig'ir jinoyat o'tkazinglar. Buni biz bulanchilik deymiz. Sizlar boshqa qiyofatda yasinib,
Yeninglar qural silib, birovning qo'rqig'i yushurun kirib, qullarni bulab qaçdinglar. Yeni kep 3 qulni bulab qaçdinglar. Bu mahiyatda oltin kumush o'g'ilgan bilan tamamen o'xshash. Sizlarning qaraqchilardan hech qanday farqinglar yo'q. Xalqlar oxiri sizlarning asli qiyofatinglarni ko'rdi. Nemanchi ko'ranglaysan, xuddi biz rasulsining qullarini bulab qaçqandek. Bo'pti da'vasin arvalı. Qonunning oldida o yo'lliq. Bundaq odamlar bilan rasmiy ishlarida so'zlashib o'ltag'li bo'lmaydi. Rastimni aytsam, rasmiy ishdab nimani ko'z tutayotganingni bilmayman. Balkim bu do'stingning mening bir qulimga bo'lgan shahvoni havisin deydigansan. Bu men ko'ngil bildigan ish emas. Biroq men senga aytgan dedak mening. Uni qancha uzun jazoligim kelsa, shuncha uzun jazolayman. Qachon qo'yitishni xohlasam, shu chog'da qo'yitaman. Jazolab bo'lgandan keyin uni nima ish qilsam kelsa, shu ishni qildi, qilmayman deydiganga hadd emas. Sizlarga bo'z qattiq afsuslanaman. Ishkinglarni tegishli joyga olib bersam bo'ladi. Lekin hozir sizlarni qo'yib berib bir qatim apu qilay. Bugundan boshlab bizning qo'riqning qarovullik kuchaytirildi. Mening qullarimni endi bulayman deyish behuda avarchilik. Fransisko, bu ishkisini ibtivo qo'riqiga olib qo'y. Mana mushbeti piyoda mansin. Qaramanglar. U yarlandi. Quruq gapni oz qil, tez menish. Uning deganimi to'g'ri. Bizni nima qilaman deganimiz qilib o'talaydi. Nima degan qo'rqinchliq. Endi qanday qilamiz? Izora u yerda qiynalib olsa, biz bir ilojni topmay xotirjam yuralandik. Qonun degan shu arvalı. Yana bir amal topaylik. Aldirmang arvalı. Cho'qim amal topimiz. U yana nega ketgandi? Men arvaloni bilaman. U cho'qim Izorani qutqizishdan ko'ydi yurdi. Men har kun ibodatimda uning amonlik tilovatyman. Lucia. Shu qizga to'lim o'l bo'lib ketyotdi. Shu qizning kechirmishlaridan qulluq tuzumning naqadar nomuvofiqligini ko'rgili bo'ladi. Enitaning qilmishlari yana esim kelyotdi. U pasni o'ltirvassam deyman. Undaqmi deb ketma. Uning mushundaq pas kesishni qilishga nima sabab bo'ldi? Buni aniqlab beqish kerak. Pul bo'lmamdi o'ylardi. Uni yana ko'rdigan bo'lsam o'ltirvatmay qo'ymayman. Bu chaqqich oldigan inomini ep bo'lgandi. Ism sharpangiz kim bo'ldik? Enita. Enita xanim, tanishganimga to'lim xursandman. Mushalikmisiz? Mening deganim ushtum tutgap qapsiz, bizga deydigan gaplaringiz bormidi? Ushtum tutgap qapsiz? Shundoq, notunish bir odamni izlab kelgan tursangiz, ushtum tutgap qapsiz demay nima deyman? Mumkin emas. Siz meni tunimayman deyapsiz? Ha, albatta shundoq. Bo'lmasa mening xotiram bakmi ojizlab ketgan bo'lmaydi. Chaqchaqvatga o'xshamamsiz. Bo'lmasa siz meni taniytdingiz. Ras, biz hisobında tanışqanqu deyman. To'g'ri. Siz Diogul Shawshawning qizi. Biroq o'zingiz bilasiz, orliqdan xil yillar o'tib ketdi. Uning ustiga xotiram toz joyda emas. Janob Lyonsiyo, siz to'liq xubsanlik qilavermang. Xubsanlik qilib nim qildim? Bir haftaning oldida men bu yerga kelgan-ku. Shu chaq siz bir chiroyli gap qilib, bir necha kundan keyin kelib pullaringizni eviling degan emasmi? U nima pul? O'zingiz qochqon qo'llaringizni tutib berishlarga va'da qilgan 20 million lischi. Men sizga xat yozgan. Siz mening shartimga ko'nib 15 million lisni 20 million lisga ko'tardingiz. To'g'ri. Mening bir necha qo'lim menga bir muncha avarchilik deb bergan. Men gezitga e'lon chiqarib, o qo'llarimni tutmaganlarga pul va'da qilgan. Biroq men sizni ilgari ko'rganligim zotli esimda yo'q. Chaqchaq qilma. Qaysi chaqda? Bir haftaning oldida deyman. Uning begzodida nima ish bor-ki? Bunisini o'qimadim, ularning parangini anglamadim. Biroq o qizning chiroyi boshqacharoq turadi. Bu ish Izoraga avarchilik keltirib bermisi bo'ladi-ku. Siz mening kimligimni toza obdan bilasiz. Gapni oz qiling.
siz ushiqliq qilyapsiz. Ushiqliq qilayotgan o'zingiz. Sizni tonimayman deb tursam, meni toniysan deb turyapmamsiz. Siz menga 20 million liz berishingiz kerak. Agar bermasangiz, saqchiga boraman. Nima deb barsiz? Meni aytman. Qo'llaringizdan nədligini deb berdim. Lekin siz tegishli inomni bermayapsiz. İxtiyoringiz. Berib, üstümden arz qilin. Siz meni toniyman deyapsiz. Men tonimayman deyapman. Saqchiga borsangiz, ular sizni haqqi töhmat qilsan deb qo'lga oladi. Men har qanday odamga sizni tonimaydiganligimni ayta olayman. Mende hatta paytaxtga qaytqidakmi pul yo'q. Seni men qaytishga zo'rlamadim-ku. Qiziq ish sarangning o'zligi bu. Siz qanday qilishim kerak? Biraz odam shundoq chaqda shundoq xo'p qoladi. Yolg'onnimi deyverdi. Rasli bir tiyim pulim yo'q. Siz menga bundoq muomala qilmang. Dadam purilli vayron bo'lgan. Amisi yo'l bo'yi tilamchilik qil. Piyod poytaxtga ketdi. Tonimaydigan odam bilan paranglashishga vaqtim yo'q. Ignacio. Xo'sh, taqsir. Sen bu xinimni qo'riqdan chiqarib qo'y. Janob Leoncio. Ras shunda qilgandimi? Ras bo'lmay. Qarang. U odamlarning hammasi to'liq qurollangan. U deginini qilib, qo'riqni mustahkam qo'rg'onga aylantiribdi-da. Shuncha ko'p chumoqchilarni beqish uchun pulni nerdan topadiganligiga hayronman. Sevimligim. Sizni bekmi seg'indim. Qandaq? Bag'anning foydasi bo'lgandi. Meningcha foydasi bo'ldi. Arvali, men bir xush xabar anglab keldim. Ishonchim komilki, endi biz Leonsioni yengib, Izorani qutqiza olamiz. Bularni qo'yutinglar. Jazo tugidi. 3 kun bog'liqda turib, endi o'shinglarni topqansizlar. Ayolim bilan uning tog'isining yuzi uchun endi sizlarni urmayman. Albatta, sizlar qechib ketib qo'rqimizning nomini bulg'udinglar. Kechirgisiz jinoyat o'tkazganinglar uchun endi burunqidek uy ish qilmaysizlar. 3 yilinglar shika qumushliqda ishlaysizlar. Ayollarm baramda. Siz og'zingni yum. Sendin gap so'rganda ondin gap qil. Ular tunji qatim shika qumushliqqa berib ishlayotgan dedeklar emas. Kuniga 14 soat ishlash. Oftobda yomg'irda yurish. O'ylab biqing, mushunday qilish adolatlikmi? Og'zingni yum deyman. Ya'ni kopsang to'rikka bog'lib o'taman. Xudo haqqi, gap qilmang Andres. Bo'lmasa o'zinglar talab olsanglar bo'ladi. Shika qumushliqqa boramsizlar yoki jazoga turamsizlar. Mening qamcham sizlarni tex o'shinglar keltirmagan o'xshaydi. Qandaq? Meningcha sizlar do'st emas. Ularni oshxon qilib beringlar. Qo'saqlarim oshqandi. Shika qumushliq berishdan ilgari rosa bir to'yvasin. U yerga borgandan keyin uyda erkin ishlab yurgan kunlarini eslab, mening shu chaqdagi iltifotimning qadriga yetdi. Leoncio Kilia di Almeidaning qo'rqidan ikkinchi qashmaydigan bo'la. Chaqqan minish. Chaqqan. Minish. Sizga osonlik tilayman. Agar umid bo'lib qolsa, xat yozishni unutma. Ishingning natijasini baldirroq bilgimiz keladi.
Meningcha Leonsyodning hushyor bo'lish uchun xat yozmag'anim yaxshiroq. Qandaqli bo'lmasin, mening nima ish qilayotganligimni uningga bildirmaslik kerak. Bu gaping o'rinliq Arvalo. Qaytib kelsam, cho'qim xush xabar elib kelaman. Sizga duo qilib turaman. Planingizning amalga oshishini tilayman. Sizni suyayman. Siz bu hayotning menga nima lazzat? Meni unutib ketding. Sizni o'ylamayman deb men qasam bering. Yaxshi o'tgan kunlarimizni unutdim. Men sizni qandoqmi unutib ketay? Siz bilan birga o'tgan hayot eng ahamiyatli tursa, meni menga eslab turing, Izora. Men sizni cho'qim qutqizaman. Menga ishonchingizni yo'qotmang, Izora. O'rningdan tur. Bu yana sen merhum Ester xonimning mehmonxonasimikin deb atamsa, bu qumushni yutibman. Yana ben qisib qamchigin ki atam degan. O'rni isak. Chopsanmi? Gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Hey, Santa'nın balası qani? Maria o'ynayotdi. Bechara Santa. Bolasini ko'miginiga 3 oy bo'ldi. Shuni o'ylasamla, heliqi alvasining ko'zlarini uyuvag'im keladi. Bechara Izora bilan Santa'ning shika qumushliq ishlayotganiga 3 oy bo'ldi. Uya odam turdigan yer emas.
To'g'ri deding qizim. O qullarni Leoncio babasinaga o'zi berib ep kepti. O bizni oldi. Bizden kechirim so'rashi kerak. Bo'lmasa, men uningga qilchi yuz xotir qilmayman. Senanchi qandoq, Anita? Men sizlarni aldabdimanmi? Shundoq. Bugun tushdan keyingi ishlarni Anita ko'rdi. Dadingizga bo'lgan muomalangizni o'qitdi. Bu sizning uning bilan aplashmaganingizni bildirdi. Siz necha xil gap qilib, yana texayil ishlatib, qo'ldan tutib kelgan babasinaga o'zingiz beribsiz. Men buni sizga tushuntirib qo'yay. Bo'ldi gap qilmang, Leoncio. Anita sizdan Izora bilan eliqi ikki qo'lni yondirib kelib, uy eshigi soldirishni umid qiladi. Buningga qo'shilmasangiz, Anita ikkimiz poytaxtga qaytamiz. To'ymo joyidli qilib qolsin. Qo'shildingizmi? Qo'shildim, Fransisko. Boshqa amalim qolmadi. Hozirgi ahvolda janob Matosoni ranjitsam bo'lmaydi. Hamma ish burunqidek bo'lamdi. Undaqmi bo'lib ketmas. Meningmi o'ylagan yerim bor. Izorani shika qumushliqda ishlatsak, bakmi yenik bo'lib ketgidek. Men uni tirik turg'izib qiynamoqchi. Qanday qilay deyapsiz? Yo'qa, esingdimi? Kompostga yilqi xattatchi. Anglasam uni boshqalarning pochirkisini do'rab yozish ustida edi. Esimda. U menga bir necha ish yordam bergan. Sen kompost berib uni tap. Mana bu Arvaloning xati. Buni men Izoran tutqil bo'lganda uning naslarini ichidan tepib olgan. Bu yilqi xumparning pochirkisi. Buni sen yo'qog'i berib mening xatimni Arvaloning xatiga o'xshatib yozdirib kel. Esingda bo'lsin. Xatni toza o'xshatib yozg'uz, qilchishanmaydigan bo'lsin. Xotirjam bo'ling. Bu ish mening qo'limdan keladi. Men hozir soqchi idorasidan kelishim. Soqchi idorasiga bordingizmi? Kompost soqchi idorasiga berib, Megelning ustidan bergan arzini yondirib keldim. U ahd qo'yib beriladi. Nima? Uni qo'yib berdi? Shundoq, uni qo'yib berdi. Uni qo'yib bergandilar mening planim amalga oshdi. Izora mening binsimni mana endi ko'rdi. U qarzni qaytarish kerak. Qo'yib berilganini anglab, nayt xushal bo'ldik. Sizni turmadan chiqarish uchun enerik az yo'lmangmidi? Buni bilaman. Sizning turmada yetayotganingizni o'ylasamla, ko'nglim bir qismili bo'ladi. Rost, uya to'lim qo'rqinchli ekan. Uni o'ylamayli, o'tgan ish qisalat. Bilmadim. Ular men nima ish qo'yibdi ekan? Leoncio arzini yondiryapti dedingiz-ku. Shundoq, arzini yondiryapti. Bo'pti-ku. Sizcha u meni hech qanday sababsiz qo'yayotgandimi? O balkim men yana bir yomonlikni o'ylab kerak. Xudoga shukr, Izorani yenimga yenib keladi deb o'ylashqimi jur'at qilolmagandim. Shunidan biz yana jam bo'ldik. Malvinami samirib qapti. Leoncio nemish qiyani bizni yondirib keldi. U Anita xonim janobi Matosning zo'ri bilan shunday qildi, lekin u nimani o'ylab shunday qildi, buni hech kim bilmaydi. U burun bunday ishlarni zor qilishga unamaydi. Sizlarning uyat uzun turolmaydiganliginglarga ko'zi yetib yondirib kelgandi. Bu menga qarang'u, ichimda bir qo'rqinish bor. Leoncio Begzod bizni sababsiz yondirib kelmaydi. Arangizni buzdim Megil efendi. Janobi Leoncio sizga so'zlashmoqchiga. Sizni bizning qo'riq ketgasin deb birisining gap aytib beribdi. To'lag'am qitmi ketmi? Sen erkinlik chiqding. Unda qo'sa, men qaytib ketay. Bu yerda ishim yo'q. Aqjan, qizimni ko'rsatmaysiz. Men ketay. Aldirma, nemaga aldiraysan? Sal to'p tur.
Sen bilen qilishadigan azroq hisobotdim bu. Sizlar qechib ketib, meni xili chiqimdor qildinglar. Mana bu hujjatlar. Hammasi qonunliq. Ko'r baqamsa. Demakchi bo'g'iningіз hammasi mushu. Yo'l kiralari, gezitga berilgan e'lonning pullari. Hammasini qo'shganda sen menga 1.150.000 liys qarzda. Biroq ansirmasangmi bo'ladi. Men senga qarzni qaytarishga yetarlik muhlat beraman. Bu muhlatni bir hafta qilib bekitili. Mushu bir hafta ichida pulni to'liq qaytarmasang soqchidarsiq berib, ustingdan qayt arz beraman. U chog'da sen yana qo'lga ilinib, turmada texmi uzun yotsin. Mundaq ish Bertland apandi. Xeli bo'ldi, men sizda izora qarta bir xil nahit cho'nqur do'stlikni sezib yuraman. Aniqroq aytsak, bir xil hissiyot. Yana nahit kuchli do'stlikdimi kuchli hissiyotning borlig'ini sezib qoldim. Siz sezgir. Nahit sezgir odamkansiz janob Leonsiyo. Shunga Bertland apandi. Men hozir izorani sizga qo'shib qo'yish qaroriga keldim. Men bo'ldi. Tilingizni qog'i cho'qib oldimi? Siz izorani menga qo'shib qo'ymoqchimi? Menga qo'shib qo'ymoqchimi? Men sizlarning baxtli bo'lganligingizga ishonaman. Amisa shundoq bo'lsin. Izora bilan to'y qilishga tayyorlik qiling. 1.150.000 liys. O mening bu pulni bir hafta ichida emas, bir yildimi to'lab bo'lmaydiganligimni biladi. Ems o sizni nima deb qo'yibdi? Men bilmayman qizim. Shu narsa aniqki, uning cho'qim bir yomon g'arizi bor. Xo'jayiningiz janobi Inrih Bog'u. Siz yana uning ishini qilishga beribsiz-ku. U yaxshi odam. Sizga pul berib turishi mumkin Migilapandi. İbdiva qo'rg'ining ahvoli menga ma'lum. Ahvoli nacharroq. Shunga janobi Inrihga bu gapni deyishga og'zim bormaydi. Biroq pulni bermsangiz turmada yotibsiz-da. Ko'ngilni g'ash qiladigan bu ishlar ustida o'ylanmaydilar. Yana turmga kirib qolsangiz qanday chidayman? Undaq o'ylama. Ko'ngil xo'sh bo'ladigan gaplarni qilishayli. Taqdir ilohining menga ish chaqirgan bo'lsa kerak. Seni men bilan yana ko'rishtirdi. Xizmatingizga men tayyor. Buni ko'rib baq. Bu katta ish bo'pti. Biroq bu xatni Izoraga o'zingiz bersangiz, u gumonlanib qolmasmi? Men qara Fransisko. Sen meni bek sotib chaqlaydi ekansan. Bu xatni men o'zim Izoraga beramanmi? Ammo bu xatni qanday ko'rsatib, uni arvolining to'y qilganligiga ishontira olasiz? Bizning qo'riqda nurg'un qullar bor emasmi? Ularning ba'zisi hanimiga qiziqaverdi, ba'zisi do'stini sotadi, ba'zisi yo'q ishlarga aralashib oladi. Texnikallarning bir narsa kamidimi? El qisanta degani hozir uy ish qilyapmamdi. Bugun ishga chiqdi. Habballi. Sen qo'ysanglar bo'ldi. Atda
Santa öyni tazlaganda bu xatni çoqum ko'rdi. Andin o xatni içib o'qib, shu aman izoraga açıqib berdi. Bu bizning xatni izoraga bevosita açıqib berganligimizdan ko'p yaxshi emasmi? Eniq ko'rdingmi? Eniq ko'rdim. Janobi Arvaluning Lyonsu Bekzodga yozgan xat ekan. Men konvertning teshkiga xatni bildim. Konvertda u yoqning ismi turdi. U boshqa odamning xati emas. Xatni ikki qayli hozir odam yo'q. Ularning ba'zi uxlayotdi, ba'zi sirtqa chiqib ketdi. Chapsam bo'lsan tamam. Xatni ib chiqib izoraga berayli. Arvaluning xatimiga? Uning xatini tanıyman. Izora, chapsa ichib o'qig'in. Uning Lyonsu yo'q nimalarni deganligini bilayli. Unlik o'qig'in. Hurmatli Lyonsu janoblari, men bu xatni sizdan afu so'rab yozdim. Men baba Saynada sizga qo'pollik qilganimga iqror. Puxta ish qildigan yigitga avval yumshoq gap qilib, andin chang qilib qochtig'i salmoqchi ekanda. O'qsangchi. Men bundan 2 oy ilgari uylanib oldim. Burun qilgan qaramligimni endi o'ylab beqib balliq qilibdiman deb pushaymon qilyapman. Men sizdan boshqa chiqarmasligingizni umid qilaman. Buning hammasi yolg'on. Oyg'in o'qig'ina qizim. Yana nimalarni dedikin? Tezroq o'qisangchi Izora. Sen o'qig'in. Qizim chapsa o'qib bergina. O'zingni o'ylama, meni xat tanımaydiganligimni bilasan-ku. Lekin men yanala sizning qo'lingiz Izora qizg'imi. Keyingi kunlarda Izorani xizmatingizga sog'ingiz kelmay qolsa, menga setib bersangiz, uni xotinimga dida qilib bersam, oliy ehtirom bilan Arvalu Santana D'Souza. Bu Arvaluning xati emas. Bu xat achqimizdan bo'pti kasanda. Rost shuning xati. Rasl Arvaluning xatimi? Shundoq Santa. Men onunga meni unutib ketdim degan. U rostli meni unutibdi. Qizim. Manqara o'g'lim, sen janobi Fontorani ko'rdingmi? 2 kun ilgari men uni poytaxtda bozorda ko'rgan. Tamoq o'tibganmi? Yo'q, kimel o'tibgan. Bu og'iningizsa pat orda bizni to'yga chillab bag'aq avatmaganini ko'ring. Janobi Fontoran demoqchimisan? Albatta shuni-da. U to'y qilandi ekan. Hayron qilyapsiz. Men ishonmayman. Meni kechiring. Ujramga kirib ketay. Bo'ldi, ajit yo'q. Men seni izlab kirgan. Sana bo'lgan achchig'imning yonganligini aytib qo'ymoqchi. Burun qishlarni tilga olmaydi. Ujramga kirib ketsam bo'lamdi. Avval mening nima demoqchi bo'lganligimni anglab boq. Izora. Rastımda etsem ben açığımda yandım. Könglimde kirmi saklamayman. Sana boğan ken qo'saqligimni isbotlash uchun sana erkinlik bermoqchi. Bu albatta sening kelgusingni o'ylaganlik. Shuni o'zim elchi bu. O'zim ishindigan bir sig'atlik qilay deyman. Bu mu merhum ayolimning orzusi. O hayat vaqtida sana to'lim amraqdi. Men nurg'un o'ylanib.
Ahırı şunda qararıq geldi. Bizning qo'riqdiki, өр adamlarning ichida. San er buluş muvafiq keldigan, men rozi bo'ldigan. Eng oq ko'ngil, yuz obro'yi bor. Seni yaxshi ko'rdigan odam. Bertilan apandi bo'ladi. To'yonlarning so'g'it sifatida senga hurlik va namusi beraman. Yana bir ish dadangning bo'yindagi qarzlarimni bekor qilib etaman. Buning bilan dadang turmada yetishdan qutulib qoldi. Qandaq? Sen buningga nima deysan? Oq ko'ngil va seni nahayt yaxshi ko'rdigan Bertilan apandi bilan to'y qilishga qo'shilamsan. Qo'shilsang o'zing erkinlik chiqib qolmay dadangni erkinlik chiqirsin. Agar deganlaringiz rost bo'lsa, men patroq to'y qilishni orzu qilaman. Xatini imdapti. Men xat tanımasam. Söyümlük İzora. Biz yana qaçtık. Çünkü bizning va söyümlük qizimiz Malvinaning hayoti xavf ichida qoldi. Mening bilishimcha, janobi Arvalo Leonsiga xat yozmagan. U xatni kampusdagi mashhur bir xattat to'rab yozgan. Janobi Arvalo seni hozir men ayt yaxshi ko'rdi. Sen bu to'yga hergiz qo'shilma. Xudo seni aman qilg'ay. Andres bilan Santa. Ular qechibdimi? Ularning kendim bir is yevatdim. Yüzsiz ifloslar. Bu ancha cho'ng ish emas. Elimi yaxshi bu xatni Izora ko'mabdi. O Bertilan bilan to'y qilmoqchi. Buni endi hech kim o'zgartirmaydi. Leonsiyo Bayzada sendin behrazi Roza. Kendimizden çokum birisi qo'g'lab kelyapti. Biz qo'rqib ketib, amal yo'q sizlardan yordam tilab keldik. Qechib yaxshi qilibsizlar. Biz çokum bir amal qilamiz. Aka, men kuydiray. Bechora bola. Izora çokum bizning xatimizni ko'rdi. U to'y endi menga vujudga chiqmaydi. Nima xat u? Leonsiyo uchiga chiqqan iflos odamkan. Men sizga hamma so'zlab beray. Arvini avtrep to'xtatib qo'yinglar. Oyoqqa. Nega bormoqchi taqsir? Qurolingni yig'ishtirsanglarmiki? Qo'riqni har qancha mustahkam saqlaqininglarmi? Menga taqob turolmaysan. Men puti tayyorlik qilib keldim. Qarab baq. İzoranim degan go'zallar. Ular ko'ngligidek bir jupla. Bu nima ishdi? Voy, boragichini bizning bu yerga yetib kelmaganda yana. Voy, xudoyim ey. Voy, qanday qilamiz endi? To'yni qilaveringlar. Bu to'yni endi qilolmaydigan bo'ldinglar. Ko'zimdan yo'qol. Sening bu uyga kirish huquqing yo'q. Bu didek, bu uylar mening. Bu didek endi sening emas. Uning bilan boshqa qullarmi? Bu uylardagi barliq mol-mulklar endi sana taalluq emas. Gapimni kirib qarshilik ko'rsatma.
Bu uy Qo'rshovda. Sen nima deb o'ylayapsan? Mana bu hujjatlarni o'qib baq. Bir necha oy ilgari do'stim Enrik bu qo'riqning yaxshi boshqarilmay iqtisodining nacharlab ketganligini bayqab chiqqan. Bu dastlabkisining dadangning beparvoligidan. Keyin sening iqtidorsizligingdan shunday bo'lgan. Mana bu sening qo'riqingning ajallik ojizligi. Sen nurg'un odamga qarzdor ekansan. U alburun vayron bo'lgan. Butun dunyoying tugab, qatma-qat qarzga bo'g'ilibsan. Qarzing butun besotingning ikkasiga to'g'ri keldi ekan. Buningga qarz berganlar aslida birlashib arz qilmoqchi bo'ldi ekan. Men ularning 17 yondirib, ularning qo'lidagi barliq qarz hujjatlarini setib oldim. Hozir u men birla odamga qarzda. Bu yerdagi narsaning hammasi mening ixtiyorimga o'tdi. Elik xat yolg'on, Izora. Janobi Arvalo necha oydan beri mush ish bilan avara. Uning maqsadi Leonsoni yiqitishdi. Endi u maqsadga yetdi. Sizga bo'lgan ishonchamni yo'qotganim uchun meni kechiring. To'y qilishga qo'shilishim dadamni qutqizish uchun. Ular menga hamma so'zlab berdi. Izora. Buni menga be. Bu xotinimning buyumlari. Ben Leonsiyo Bayzode. Ben bu yerdan ketmoqchi. Menga pul kerak. Bu narsalarning hammasi mening. Gapni qilsam, bu buyumlar seningmi emas, meningmi emas, xotiningning. Men bu narsalarni ep qochib ketaman. Bu menga lozim. Men buni birinchi o'ylagan. Men bu yerdan ketmoqchi. Meni qo'yib. Leonsiyo ketdi. Qalab qanday chiqayotga o'xshaydi. U Avstriyaka qochdi. Fransisko degan ishning bolasi uningdimi baldir qochdi. Ballarim, o'zinglarga yuz bo'linglar. Beparvolik qilmanglar. Leonsiyo, to'xta. Geldiniz. O kaçıp gitmekçi. Men cazaqda atılsam meyli. Ahvalda aynen deymen. Sen veyran bulup qanmay Leonsiyo Bayzode. Turmudim yazsan tığı. Men halayiq malıyla qandaq ölgeligini dep birimen. Gerçi men türmeye kirsem mi? Lekin asasını ayki men emas. Manga buyruk qılgan sen. Eğer xalısınız, biz müşahede hayat geçirimiz. Bu yerine ait çıraylıkken. Men bu qo'riqni gullendiriman. Men xohlayman. Bu qizni qo'yvat. Ishking darrov ayrilish. Bo'lmasa o'q chiqarman. Bo'l, men bilaman. Sen qalqan bo'lsang, hech kim o'q chiqaramaydi. Hay! Buni men qo'yvat, Andres. Beni koy ben. Arvalo, bizani bir bak. Fransisko hammani ixro qildi. Leonsiyo, qilmagan askarligin qilmay oxiri 5-ga chiqdim. Endi umrvoya turmud yotsan. Onun cinayetini biz burunlu bilgen. Lekin onun amalimiz yoktu. Çünkü guvaç bir santal etti. Seni saksız saklap durdu.
Tez mang. Chapsan mang. Şunu aç. Şunu içime değme. Okum ben. Şunu aç. Çapsan aç. Şunu içime değme. Unda qımısı bulattı. Tanrı'nın iradesiga qarşı çıktı. Özünüzü besip elin. Söyümlü gün. Nima degan echinishli ish bu? Yig'lama qizi. Bu degan taqdir iroda. Uning ro'yiga duo qilaylik. Men uningga echinivatdim. Oshko'zlik, shahvanlik uni og'ir mushkunga qo'ydi. Bo'ldi qil qizim. U o'lib xo'p bo'ldi. Nim bo'lding? Qilmagan askirga qolmagan bu alvosliq ichog'da atsan u texi. Hey, ko'pchilik to'xtab turinglar. To'xtab turinglar. U so'z qilmaschi, uning so'zi quloq solinglar. To'xtanglar, cho'qansan banglar. Uning gapini anglanglar. Gap qilmanglar. Men odamlarni bu olamda xo'jayin, qul deb ayirishni azalda yoqtirmayman. Shuningizlar ata men kampusda har biringlar tayyorlab qo'ygan o'rlik guvonomisini qo'linglarga olasizlar. Men sizlarning mishad qilib qilishinglarni chin dilimdan orzu qilaman. Har bir oylikka bir parchadan yer bo'lib berma. U yerlarni o'zinglar terisizlar. Men Baba Saynoda mushundaq qilgan. Uning unumi yaxshi bo'lgan. Janob Arvali yasson! Hey! Sen nimandaq bo'lib olding? Roza, sen nima ishga o'yganmaydigansan. Endi hörlikka chiqsan. Hammamiz hörlikka chiqish oldidiku. Ajiba sen hörlikka chiqishni orzu qilmaganmi? Men hörlik xushtar emas. Xushtar emas? U texmi yuz tepib. Bizga xo'jayin bo'ldigan bo'ldi. Men umrvoyat qul bo'lishga roziga ochib yutishga rozi emas. Uning ustilikda turib chiroyli bir yigit bilan to'y qilishiga chidab turamayman. Sen sarang bo'psan. Agar xohlasanglar, qo'rqitib qilib qolsanglar bo'ladi. Arvalo ikkimiz sizlarning qilib qilishinglarni umid qilamiz. Rahmat sizga. Anitaning poytaxti to'g'risi bor. Keyin yo'li kelib qolsa, sizlarni cho'qim yo'qlaymiz. Sizga birli gapni deb qo'ymoqchi. Bu yerda qilgan ishlaringizning hammasi bizning tasavvurimizdagi ishlar. Bu taqdirning muqarrar oqibati o'g'lim. Siz ishlarni oldin ko'raylar ekansiz, men sizga qoyil. Şey dedim. Bo'ladi Roza. Sana ve senin boğusu eringe. Qilgan barliq ishlaringlarga rahmat. Sizlarning ishlaringlar meni burun qilgan ishlarimga qattiq o'kindirdi. Undaq dema Roza. Mushundaq yaxshi kunlarda men sendan nima deb nafratlanay? Undaqdi meni. Meni kechirdingmi? Albatta Roza. Bu rost gapim. Emiz ikkimiz bir qadakdan içişeyli, bu bizning do'stligimizning boshlanishi bo'lsin. Kim o içişeyli davatqan? Mende maraq baq, qani kelinglar, birlashayli. 1 2 3 4
berishga 3-4. Aha, qani kelinglar, men sizlar bilan birga payza qilay. Ha, to'y bo'layotgan qiz yigitlar uchun ishlaylik. Shular uchun ketiraylik. Voy, to'xtab tur, patnosini urib atgili qil qoldim. Bu sening. Bu mening. Qani ketiraylik. Izora bilan arvalo uchun ketiraylik. Izora bilan arvalo uchun ishlaylik. Nima ish oldi? Biz qilganda qiladi u. Nima ish bo'pti? Yo'l beringlar. Parvardigah uni kechirgin, uning barliq gunohlarini kechirgin. Rita, bilamsan, agar Karmen xonim bo'lmagan bo'lsa, bizning Izora allaqachon jindan judo bo'ladi. Roza degan negerlarning ichidan chiqqan munofiq. Izora xushallik ichida turgandimi, uning o'lim tilligini qarmamdigan. Yo'q. Men haqiqiy baxtni endi his qilyapman. Losiyaslarni ko'ramasmanmi deb bak ansirgan. Sizlar bizning qo'riqda yana bir necha kun turib ketinglar. Bo'ladi. Agar qizim Malvina hayot bo'lgan bo'lsa, hozirgi minutlarni ko'rib, nihoyat xushal bo'lgan bo'lardi. U Izoraning baxti uchun butun vujudi bilan tirishib edi. Nihoyat to'g'ri qildingiz. Buning bilan qo'riqdagi qullarning masalasi butunlay hal bo'ldi. Biroq boshqa joylardagi qullar qandaqdir? Qulluq tuzum cho'qim bekor qilinadi. Shu narsa aniqki, texm adolatli manzilni desak, ishonamanki, u manzil jazman yetib keladi, arvalo. O kunlarni biz ko'rolmasligimiz mumkin. Bizning ballalarimizning ballarimi ko'rolmasligi mumkin. Ammo shuningga ishonamanki, shu kunlarga kelganda kishining nafratini qo'zg'aydigan bir taraflamaliklar va adolatsizliklar bu dunyodan uzil-kesil yo'qaydi. Siz shu kunni rost keladi deb o'ylamsiz? Men aytdim. Men ishonaman. Meningcha buningdagi asosiy gap shuningdiki, agar biz o kunlarning kelishiga ishonmasak, uning uchun kurash qilmasak, adolatli dunyo yaratish uchun jangga otlanmasak, avlodlarimiz texmi echinishlik, texmi azobli kunga qolmamdi. Men sizga qoyil. Men sizni hurmatlayman. como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que meu amor eu vou me embora nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil
se eu convoquei.